Assalamu alaykum hürmetli televizor köygüçüler. Erkin Asya Radyosu'nun Tor televiziyasiga hoş geldinglar. Biz Tor televiziyamizda Şarkı Türkistan Uyghur Ali Kengişi başlangandan buyan muhakeme meydanı hazırlagan edik. Bugün özüңlar bilgendek Washington'da davamlaşkan Uyghur Ali Kengişi'nin 4. günü. Bugün jığın katnaşkıçıları yen davamlı kalda grup muzakirleri elip berivatıdı. Bu jarayanda biz Ali mihmanlardan Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin Şundaqla Uyghur davasının baş yetekçisi Rabia Qadir Hanımni, şundaqla onun yardımcılarından Dünya Uyghur Kurultayı'nın muavin reisi Samet Efendilerini bugünkü söhbetimizi teklif edip geldik. Sizlerini kızgın karşı alınız. Rahmet. Rabia Qadir Hanım aldı bilen sizni bu jığının muvaffaqiyatli içilganlığı münasebeti bilen tebrikleymen. Rahmet. Endi bizning anlıqçılarımız şundaqla dünyanın her qaysi joylarida televizor programmasını ko'rib atgan ko'rguvchilarimizning ba'zi bir qancha savollari borki bizga emaillar orqali, xat, telefonlar orqali yetkazatdi. Bu savollarni sizdan so'rashimga ruxsat bersangiz. Bizning bir anlıqçımızning mundaq bir savoli borki. Endi yaqinda shu Tibet qurultayi ichildi. Qurultayda bu Tibet faaliyetçileri demokratik usul orqali o'zining Lapsang Sangayni o'zininki mushu harakat yetakchisi, ya'ni Tibet harakatining yetakchisi qilib bekitdi. Endi bular mustaqillikdan iborat bir arzuning butun Tibetga o'rtaq arzu ekanligini jakaladi. Bundan burun sizni bilsiz, bu Dalai Lama o'ttir yo'lni tutib kelgan edi. Endi Uyg'ur milliy harakatimi bu qitim endi o'zining mustaqillikni, o'zining tub nishoni ekanligini texmi ochiq oshkor oldi, bayon qildi, butun dunyoga jakaldi. Endi shu Dunyo Uyg'ur Qurultayi bo'lsin, mayli Uyg'ur faoliyatchilarining shu mustaqillikni haqiqiy jakalishi, shu Tibetlarning shu o'zininki mustaqillik bayonini berishi bilan zich munosabati bormi? Sizlarmi shuningdan bir tajriba saboq egaldinglar? Men bunga o'zim javob beray bo'lam. Biz Uyg'ur xalqining ashunday boshqalarga o'zini chetib oladigan, boshqalarni do'raydigan bir odatimiz nihoyatda yaxshi emas. Biz hech kimni do'rab, hech kimning qilayotgan ishi bilan munosabati yo'q. Tibetning Tibetcha o'zining ishki oloydiligi, tashqi vaziyati, imkoniyati, imtiyozi bor. Uyg'ur xalqining inson tasavvur qilg'isiz boyligi ve vatanining coğrafiyalik şaraiti, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan qarindoshlar bilan bo'lgan qarindoshligi ve onunki Xitoyning onun tutayotgan pozitsiyasi, hozirgi assimilyatsiyani teziltish harakati tüptün o'xshamaydi. Tibet xalqini bütün dünya anlab bo'ldi. Ular avtonom mi dedi, mustaqil mi da'vat etdi, onunla biz hech qachon o'zimizni selishtirmadik. Biz o'zimizning 62 yildan beri hamma tajribalarimizni yakunlab, shuningga asosan pishib xalqimizmi pishib yetildi, endi davrimi pishib yetildi, vaqt ta'xirsiz keldi. Biz bu bir kengashda cho'qim bizning yo'l xaritamizni sizishimiz kerak degan narsani o'tirg'a ochiqdik. Bo'libmi buni men o'zim o'tirg'a ochiqdim. Bir yetakchi bo'lganligim uchun. Ochiqqan vaqtida men hozir xalqimga bir ya mustaqillik, ya palanima, ya pokanima deganni men tangmayman. Men shu demokratiya usul bilan o'xshamagan ko'z qarashdiki yoki hamma o'xshamagan tashkilotlarning hammasi kelib, mishadi o'zining fikrini o'tirg'a qo'yib, o'zining haqiqiy maqsadini birlikka akasin dedik. Bu bizning texi bir boshlanishi. Bu hem muşun dünyaya jakalashning tayyorlik xizmati. Bu bizning Uyg'urlarning dunyo bo'yicha yig'ilib, o'xshamagan fikrdagi har xil tashkilotlarning kelib, birinchi qitim bir yerda o'tirib, zodi biz nima olamiz? Biz nima olamiz deyishning asli hojati yo'q. Sharqi Turkiston Uyg'urning zemini. Uningda o'zining qarindosh millatlardan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Mo'ng'ullar bor, qolgan ko'chman millatlarmi bor? Bizden başka mustaqil bo'lgan davlatlarda mı xuddi bizga o'xshash necha o'nlagan millat bor. Lekin şu yerlik millat o'zining mustaqilligini elib 62-yildan beri ta hozirgacha Uyg'ur xalqi har vaqt o'zining mustaqilligi uchun kurash qildi. Buning uchun oz bo'lmagan bedellarni to'ladi, oz bo'lmagan qonlar to'kildi. Bultu mana 7-oyning 5-kuni 2009-yili bo'lgan gapdan xabarimiz bor. Biz o'zimizning mushu 7-oyning 5-idagi qon to'kish
şundaq çoğun qırğınçılıq insan təsəvvür qılınıb bulmaydigan 70 minliğə adamların turmuğu tutuluşu, dünyanın bunun da sükut turuşu Uyghur xalqını ciddiləşdirib qoydu. Hem Xitay hükümeti Uyghur xalqını radikal buluşqa mecburladı. Çünkü her bir aileden 5'ten 6'dan adam turmuğa taşlanıvatkan, her bir aileden 1'den 2'den adam öldürüvatkan, her qandaq Uygur'a qısas ideyasını payda qıldı. Şuna Uygurlarını Xitay hükümetinin bu qattiq qırğınçılığı, bu terrorizm hareketinin bir radikal yolga kirib ketmasligi uchun dünya tinchligiga hassa qo'shish va zo'ravonlikqa dunyo bilan birlikda qarshi turish, o'zimizni tinchlik bilan, xalqaro o'lcham bilan qandaq ozodlikka ochiqish strategiyasini tuzib chiqish uchun biz bu kengashni ochdik. Biz bugun jakalamdik, erta jakalamdik, buni xalq belgilaydi. Biz belgilemeyiz. Muşu demokratiya usul bilen bu qitim kengişimiz biz 350 adamga chaqiriq bergan. Xitoyning nurg'un to'salg'inligi va nurg'un kelishmasliklar bilan 150 dan ortiq adamimiz naq maydon bo'ldi. Biz yani bu qitim bunun bilen birlik kelsak, yani birlik kelimiz. Lekin birlik kelamisak degan gapni xato tushunmang muxbir xonim. Birlik Uyghur xalqining mustaqillik fikri umumiylik Uyghur xalqining birlik fikri. Lekin şu mustaqillikka yetish uchun qaysi yo'l bilan boramiz degan bu o'xshashmaslik fikr. Endi bugungi qadar endi 3 kundan buyon davomlashayotgan shu yig'in jarayonida siz yani bir shu mustaqillik yani davosini qilishdiki tüp liniyini belgilashdan bir foydali yoki to'g'ri deb qaragan bir fikrlarni angladingizmi, tushdimi? Nurg'un to'g'ri fikrlarni angladim. Nurg'un foydali fikrlarni angladim. Biz bugun hozir fikrlarni angladik, buni tek qaror olmadik. Buni hozir muzokaraga qo'yimiz tushdan keyin, endi shuning yakuni chiqqandan keyin, natijasi chiqqandan keyin men chuqum anglovchilarimizga va xalqimizga siz orqali javob qalayman. Rahmet, biz şunu kütümüz. Endi bu özünüz dep öttünüz, bu qitimqi Ali Kengash bütün dünyadaki Uygurlarning taqdiriga ko'ngil bölüvatgan barliq Uygur faaliyatchilari, Uygur tashkilotining qatnashishi bilan bo'lyotdi deb. Endi bir qancha kunlik shu ziyorat davomida ko'ryapmiz. Asosligi biz ko'ryotgan tashkilotlar Dünya Uygur Qurultiyi, shundaqla shu Dünya Uygur yoshlari qatorliq bir qancha tanishlik bo'lgan tashkilotlarning a'zolari, vakillarini ko'rdik. Endi bulardan boshqami xalqarada, ya'ni o'zini men Uygur tashkiloti mustaqillik yani mustaqilchilar deb e'lon qilgan ba'zi bir tashkilotlar bor. Bulardanmi vakillar bormi yoki ular kamidimi? Agar kamigan bo'lsa, bularning sababi haqida tushuntirish bergil bo'lamdi? Samet efendi, siz javob berasiz. Men bu haqda o'z fikrimni qo'yib o'tay. Hozir hurmatli Robiya Qodir xonim aytib o'tgandek, bu butun shu Sharq Turkiston xalqininki. Yalğız Uygurlar emas, belki Şərq Türkistan'da burundan yaşab kelgan barlıq xalqlarning ve cümleden asası Uygurlarninki dünyavi kengişi. Şu yakınki 60 yıl mabaynida tunji qitim ep berayotgan bir kengişi. Endi bu bugungi şu davrning şu o'zimizning ichki vaziyatining shundaqli xalqaro jamiyatning vaziyatining taqozosi bilan echilayotgan yig'in. Shu tufaylidan buni biz yig'in boshlanishdan burun bununki e'lon qilgan vaqtida Dünya Uyghur Qurultiyining yig'ini yoki boshqa bir yerlik tashkilotning emas, balki butun Uyg'urlarninki, butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarninki o'rtaq kengish bo'ladi deb, shu maqsadda Sharq Turkiston Oliy Kengishi deb nom bergan buningga. Shundaqla barliq tashkilotlarga dunyodagi Dünya Uyghur Qurultiyi albatta asosliq yetakchi tashkilot. Uningdan boshqa yana barliq cho'ng kichik tashkilotlar. Bunun için de Dünya Uyghur Qurultiyi bilan bir fikir ixtilofi bor yoki boshqa ko'z qarashda bo'ladigan ular ham bor. Umuman shu bizning da'vo ishlarimizga bir foydali bo'lishni, da'vo ishlarimizga bir hassa qo'shishni, vatan millat uchun bir ish qilishni o'ylaydigan, bir fikr berishni o'ylaydigan har qanday bir tashkilot, har qanday bir shaxsniki bu yerga kelishi taklif qilingan. Bu yerda bir narsa bizning da'vo ishlarimizga shu vatan millatniki
hürlik erkinlik için ep atkan körüşümüzge buzgunçuluk kılıdığan, bunu düşmanlık meydanında turduğan insanlar teklif kılınmagan. Elbette olanın teklif kılınmasları tabii. Hem de bu şu buzgunçuluk kıldığan da ötken teşkilatlarınız içinde Xitayning qudratqulluq roli bor deb o'ylamsiz yoki o'zligidan sizlar bilan fikr ixtilofi bo'lg'achqa sizlarga dushmanli bir Bunun tashkilot? ben cevap vereyim. Fikir o'xshashmasligi bilan buzg'unchilik qilishning o'rtasidagi farq bor. Albatta. Buzg'unchilik qilish bilan, buzg'unchilik qiluvchilar bilan da'vogarlar biz ozodlikka chiqish uchun kurash qilayotganlar do'st va dushmanlik munosabati bo'ladi. Shuning uchun biz ularni qarab turib, mushularning butun harakatini, unda odamlar kimlar xalqning nazaridan tushgan, butun xalq qo'llamayotgan, xalqning inovatini to'kkan, Sharq Turkiston Xalqning orzusiga vakillik qilolmaydigan, xalqni noyatda dunyoga yomon ko'kitayotgan, ham bu Sharq Turkiston degan bu nom va nurg'un sharafsizliklarni akagan, bütün da'vogarlarimizga tuhmat chaplayotgan, da'voni buzish uchun to'xtamay harakat qilayotgan dünya bo'yicha jiq odamlar yo'q, bir 5-6 dak odam bor. Bütün buni dunyo xalqi taniydi. Bundaq odamlarni biz bu yig'inning ishtirokchilari deb qaramaymiz. Hargizmi undaq odamlarni bu yerga keltirmaymiz. Endi bu yig'in mushu Uyg'ur uchun biz ko'z qarash o'xshash ko'z qarash olamiz. O'xshamaydigan ko'z qarash olamiz. Hammasi vatanning ozodligi uchun, xalqning erkinligi uchun yuqorida Samat apandim balam Samat deb ketgandek vatanning ozodligi uchun mayli qattiq bir gap qilsin bizga, mayli to'g'ri gap qilsin, uning shunday qilish haqqi va talish haqqi va shundaqli odamning hammasiga bog'liq bo'ladi. O bizni do'st emas deb qarab kelayotgan tashkilotlarga shundaq butun chaqirib evatdik. Ularning kagini biz dedikki, mushu so'ringa kelib so'zla, mushu so'rinda birlikka kelayli, sening to'g'ri bo'lsa sening oqingdan mangayli, bizning to'g'ri bo'lsa sen bizning oqimizdan mang. Biz talışıdığan vaqt o'tib ketdi. Xalqimiz bizden ümit kütüp turuptu. Raqibimiz bizni parçalashqa her vaqt tayyor turuptu. Dedik, şu tashkilotlar hammasi bizga vakillerini evetdi. Undaqda Rabia Qadir xanım, endi bu sizning tunji qitim Uyg'ur faoliyatchilarini Washingtonga ya'ni yig'ishingiz emas, bundan 2 yil avvalmi Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'ini Washingtonda chaqirilgan edi. Endi bu qitim o'zingiz shu shahid bo'lgan, shu yig'in maydonlari, shu o'zingiz ko'rib bo'lgan Uyg'urlarning fikrlari, anglayotgan fikrlardan endi Dunyo Uyg'ur qurultayining odatdagi yig'inlariga qaraganda qanday bir cho'ng farqni ko'rdingiz? Ham buningda mamnun bo'lgan tarafingiz nima bo'ldi? Ben boğunum demokratiya degan bu dünyadaki Yasimen inqilabı bütün dünyadaki milletlerini xalqni uyg'otibdi. Ben o'zimning xalqimning mushu necha kundan beri bo'lgan talash tatishları bularning o'tirib qo'yayotgan gaplari mushundaq bir kunga ularning qancha 10 yillardan beri tashna ekanligini his qilib o'zimnimi va bizning bu shu vazifamiz bor, o'zimiz mush vazifani ustimizga olganlarimiz hammamizni o'zimizni ayiblik deb hisoblab qoldik. Baldurak bəsə qopdu kəndə. Xalq deyəndən qosuğuda şundaq fikirlər varkən, şundaq ilmi talaş tartışlar bulavatdı ki, şundaq yaxşı təkliflər düşüvatdı ki, gerçi onun biz həmmini orundayamısaqmı, onu bir neçə illik planğa bölüb, əgər orundaydığamısaq, Şərq Türkistan xalqı, hər millət Şərq Türkistan'da yaşavatqan yerlik millətlər və köşmən millətlərimi aşı öz arzu qılan erkinlik və müstəqillik erişiyordu deyə oylayım. Ben bir işki yaz qo'shimcha qilay bu vaqtda. Ilgirki yig'inlarda, Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'inlari bo'lsin, mayli boshqa yig'ilishlarda bo'lsin, vaqt nihoyat qis bo'lgan. Nurg'un kelgan mehmonlar o'zining yurak so'zlarini aytishga, takliflarni berishga fursat bo'lmagan. Bu qatim oliy kengash bo'lganligi uchun buni bir hafta vaqt ajratildi. Mehmonlar Rabia Qadir xonim aytib o'tgandek, bas bilan o'zininki qimmatli takliflarini beryotdi. Taq mush vaqtmi yetmaydigandek qilyotdi. Endi navoda yetmay qilib qolsa, buningdimi biz o'zimiz kutgan oxiri xulosini chiqarolmay qolib qolsak, yana bir qatimliq yig'inni ochimiz deb unimi. Demakchi bu Dunyo Uyg'ur qurultayining 2 yilda bir ochilgan qurultayiga o'xshash oliy kengashning qarorlik ochilishini muzokara qilyapmiz. Agar shunday zurriyat tug'ilgan holatda, shunday ehtiyoj bo'lsa. Demakchi bu Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'inidan ayrim ochiladi, shunday. Albatta. Bütün Dunyo Uyg'ur qurultayining endi shu Dunyo Uyg'ur qurultayiga tanishlik bo'lgan xalqimiz aytib atgandek, o'zining ichidagi odamlari bilan oladigan
siyaset karadılar bolsa, endi Dünya Uyghur Kurultayının sırtıda turup, bütün okşumagan fikirdeki halk özü kelip özünün kengeş ve məsləhətlərini bəgəndikin bunu Dünya Uyghur Kurultayı elbette aşını icra kılış gerek. Şuna bu kengeş eğer zörür tipilse, Samet balam degендek, biz muzakir kılıp dedik o vakit yetme vatıdı da. Bir haftalık vakit. Jığın 2 günde tökep gitti. Hazır bir hafta vakit yetmeyin muştak taşına alıp gidip vardı. Hemmisi. Hem nayda hayacanlanıp hoşup gidip vardı. Bu jığının ben şundak bir ahmiyetini gördüm. Ben bu jığınni oturgu koyga vaqtimda mening atrofimdagi şu rahbarlar, Dünya Uyghur Kurultayıdagilar nayda yaxshi qo'lladi. Xalqmi bizning da'voyimizni meni qanday qo'llayotganligini ko'rdim. Men bu jig'indan shuni ko'rib oldimki, birinchi mushay kelganlar o'zining majburiyatini va o'zining xalqiga nima qilish berish kerak ekanligini tarbiyalab yetildiradigan bir oliy maktabda o'qib chiqdi deb qarayman. Nayt yaxshi o'qitish bo'ldi. Endi Rabiyada bizmi ko'ryapmiz bu Ali kengişinlarga her qaysi dünyanın her qaysi joylaridagi Uyghur tashkilotlari, Uyghur ziyolileri, her soha kishilar hatta diniy erbablardan tatib qatnashyapti. Undan boshqa yana bir yaxshi ahvol G'arb ellardagi, Amerikadagi bir qism Uyghur shunaslar, ya'ni Uyghur mutaxassislarmi o'zining shunday yaxshi fikrlarini sizlarga berib o'tdi. Endi siz mushularning ichida bir o'zingizning yani ideyasida bir qandaq bir yo'lni tutsam to'g'ri ekan deganda konkretni bir liniya belgilay oldingizmi yo hozir belgilayamidingizmi bizga oshkorlashib bo'ladimi? Albatta belgilayaldik. Yana belgilaymiz, yana davomliq buni davomlashtiramiz. Biz xalqimizning orzusi mustaqillik bo'lgan ekan. Biz bu mustaqillik degan oxirgi nishonga qaysi yo'l bilan, tinchlik bilan, zo'ravonsiz bizning xalqimiz o'zingiz bilsiz, dünya terrorizm hareketinin qurboni bo'lgan xalq. Mening xalqim şunun qurboni oldu. Jungo hukumati dünya terrorizm hareketidan foydalanib, mening xalqimga davlat darajalik terrorizm hareketi bilan keng ko'lamda qirg'in qildi. Bir tinchlik parvar bir xalq dunyoga o'zining aşınçılık tinchlik parvar bir erkinlikka arzu ekanligini aşı qarang'ilikdan dunyoga ovozini anglatamidi. Endi ozroq anglatyapti bolam. Shuning uchun men shunda ishonamanki, mushu belgilangan xalqning og'zidagi mustaqillik degan orzu yoki o'z taqdirini belgilash deganning ikkisining birsini biz tutamiz, har ikkisiga tinchlik bilan yetamiz. Bütün dünya bizning oqimizda turdi. Bizning xalqimizmi bu kurashni biz bilan birga davomlashtirdi deb o'ylayman. Bundan boshqa bir savolimiz bor olay. Endi albatta faqat Uyg'ur faoliyatchilari orqaliqla faqat shu bir qancha tashkilot orqaliqla Uyg'ur xalqining orzusini amalga oshirishni aytib tez. Demakchi dunyoda yolg'iz qoldirilganda bu harakat davom qilmaydi. Buning uchun siz xalqaroning ya'ni o'zinglar turayotgan har qaysi davlatdagi tashkilotlarmi shu davlatlarning, shu xalqlarning albatta sizlarga bo'lgan qizg'in yordamiga muhtoj. Endi hozir dunyo tashkilotlari bo'lsin, xalqaro tashkilotlar yoki Amerika hukumatidek hukumat o'rinlari bo'lsin, Uyg'urlarning harakatiga bo'lgan bu yordamlari faqat insonparvarlik doirasidami yoki uningdan chetnabmi siz o'ylagandek Uyg'urlarning haqiqiy kelgusi taqdiriga ko'ngil bo'lib bir faoliyat yoki o'zining yordam programmalarini tuzyaptimi? Dunyoda har qanday bir ojiz millat oxirida bir cho'ng davlat bo'lmay, u o'zining maqsadiga erisha olgan emas. Biroq shunda bo'lsa-mu, biz oldi bilan o'zimizga ishonishimiz kerak. O'zimiz dasturib, o'zimiz uchun kurash qilmay, boshqa davlatga yo'linib qarab o'tsasak, biz mustaqillik emas, hatto o'tir yo'ldagi bir odatdagi bir ishga erishamaymiz. Avval biz o'zimizni tarbiyalaymiz, o'zimizni yetiltiramiz, o'zimiz kurash qilamiz. Endi biz shuning bilan birga, yana shu butun demokratiya suydigan, demokratiyani o'zining axloq mezoni qilgan davlatlar bo'libmi, G'arb dunyosi va islom dunyosi va turk dunyosi va Osiyo qatorliq o'rinlarga o'zimizning ovozimizni oltimiz, ularni tarbiyalab, mushundaq bir millatning, mushundaq bir erkinlikka bo'lgan tashnaligiga o'zimiz bilan bir sap turg'izimiz deb kurash qilyapmiz. Onun ustiga hozir ham bugungi dunyo siz bilasiz xalqaralashib ketayotgan
siyosiy bo'lsin, iqtisodiy, ijtimoiy jihatda zo'r darajada bir-biri bilan kirishib ketayotgan bir dunyo. Hamda shunday bir dunyoda biz o'zimizniki davosini olib berayotgan ekanmiz. Cho'qimki shu davoda xalqaro o'lchamlarga, xalqaro siyosiy qoidalarga, xalqaroniki qo'llashiga va yordamiga albatta bunga ehtiyojimiz bor, ham bunga muhtoj ham. Shunda bo'lgandan keyin biz o'zimizniki bu olib berayotgan davosini shu o'lchamlarga, shu sharoitlarga moslashtirib mengish bizning davoyimizning texnik sog'lom, yaxshi olib berilishi uchun nihoyat foydali. Haqiqatan yaqin yillarda ham davoyimiz shunday yaxshi tartib bilan, tinchlik yo'llar bilan yaxshi qoidalarni olib berilganligi uchun hozir mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropada, G'arb ellarida bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, keng qo'llashga erishyapti. Ishimizki bundan keyin davoyimiz mana shunday to'g'ri yo'linish, to'g'ri tartib bilan yaxshi nishonlarni tuzib manga vaqtida texmi yaxshi natijalarni texmi keng qo'llashga erişəli deb işimiz. Əmdi Rabia Qadir xanım, siz aytdınız müstəqillik, yəni özünün hüququna öz igi boluş, özünün hüququnu öz belgiləş bütün Uyğur xalqının ortaq arzusu deb. Haman bir günü əgər də Uyğurlar müstəqil olub qalsa, hazırki vəziyyətin özünü etsaq, əmdi bəzi Xitayşünas mütəxəssislər aytdı ki, Xitay şu yani planlıq tuğut siyaseti, Uyğur qızlarını Xitay өлkələrə yötkəş, onundan başqa qoştunluq ma'rif arqılıq kəlgüs əvlatlarını 20 yıl içində Xitaylaşdırıb buluş planını, assimilasiya qılıb buluş planını əməlgə aşırış basqıçıda deb mülayiz qıldı. Əgər bir günü siz vətən müstəqil bolğanda, yəni Uyg'urlar mustaqil bo'lganda shu Uyg'ur davlatiga ega bo'lg'dak Uyg'urlashadi qoladi deb ishonchimiz bormi? O'zimda javob beray, balam, adiki sizmi javob bering? Naytni jiddiy bir savol bu. Azaldan biz o'ylab kelayotgan narsa va Xitoy xalqimi o'ylab kelayotgan narsa. Naytni Xitoy tadqiqotchilari bir millat degan narsani oddiy bilar ekanda. Bir millatni tugutish unda o'ng'ay emas. 20 yil emas, 200 yil emas, 2000 yildimi tugutish mumkin emas bir millatni. Shu millat o'zini tugab ketish uchun ma'qullikni elib o'zidan o'zi umidni uzgan kuni shu millat tugaydi. Men ishonamanki 62 yildan beri mayli Manju, mayli Mo'ng'ul, mayli Xitoy militaristlari, mayli Xitoy kommunistlari besib olgandan to hozirgacha Uyghur xalqi o'zining milliy kimligi uchun, o'zining imoni uchun, o'zining vatani uchun ep birilayotgan kurash o'limdan qo'rqqani yo'q, bo'ron chapqindan qo'rqqani yo'q, bir sekund to'xtab qolgani yo'q qarang. Kommunistlar besib olgandan bir qog'i qoq deyishni qo'rqadigan vaqtlarning o'zimi bizning xalq namoyishga chiqibdi dedi, kurash qilibdi dedi. Ta bugungacha tankining oldidagi sizning singlingiz va hadingizni ko'rdingizmi? Oldingizda o'tdagan 65 yosh kirgan opingizni ko'rdingizmi? O'ttir Osiyodagi jumlab yurib vatanimni ozod qilib bergan Uyg'ur qizlarini Qozog'istondagi ko'rdingizmi? Mishaga pullarni patnislarga silib kelayotgan qarindoshlarimizni ko'rdingizmi? O'zi qilolmasa o'zining topqan iqtisodi bilan yordam qilayotgan xalqingizni ko'rdingizmi? Namoratchilikning ichida. Mening xalqim unda o'ng'ay bo'lsa, Xitoylar xalqi tadqiqotchilari yozayotgandek. Bu ishlar bo'lmaydi. Ham Xitoy hukumatimi bizga hadidi qarshi chiqib bunda vaqirab dunyoga mening bolalarimni turmug'i etib, meni bundaq tutib qilmaydi. Endi undaq o'ng'ay tugab ketmaydi. 20 yil degan bakkichka. Lekin biz shundaq bo'lsa, xalqimizning milliy kimligi, diniy, imoniy va xalqimizning o'zining Uyg'urligi örpü odatlarının tugab ketmasligi uchun sirtqa chiqqanlar hamma yerda bar imkonimiz bilan kurash qilyapmiz. Lekin shundaqdimi bu jiddiy qarashga masala? Shundaqmi bu masalani jiddiy qarashga tegishlik masala deb qaraganligimiz uchun bu Oliy Kengash ichildi balam. Oliy Kengash ichildi. Endi Xitoy hukumati mushundaq akilish orqali Uyg'ur xalqi munda tugab ketdi deb o'zi o'ylayapti. O Xitoyning plani. Bunda qilishning oldini olamiz deb biz o'ylayapmiz. Bu bizning planimiz. Ya'ni bizdan sirt dunyoning egisi va qarang. Bularni tugatib etmaymiz deb aytgan minglab millionlar odam. Albatta, biz yaqinda dunyo, ya'ni shu tashkilotlarningki Qashqa, ya'ni Qashqa koni shaharni Xitoyning chiqib tuzilishiga qarshi norozilik bayonotlari Xitoyga bo'lgan besimlarini anglab o'tdik. Demakchi, ya'ni Uyg'urdak bir millatning mayli diniy jihatdan, mayli madaniy jihatdan, mayli ya'ni bir millat sifatida yo'qolib ketmasligiga dunyomi, ya'ni o'zining tegishli
rolni o'ynaydi deb qaraysiz. Albatta biz shuning uchun kurash qilyapmiz. Masamatga qarang, Masamat balamga, Xitoyga o'xshamdi balam. U chiroyining shaklini osmalasiya qilolmaydi masket bu. U endi o'zining ishini qiladi. Rossiya parchalanib ketdi. Rossiya shundaq imperiya bo'ldi, voy mundaq bo'lmaydi, andaq bo'lmaydi dedi. Bugun qozoq qarindishimiz, o'zbek qarindishimiz, hammasi qirg'iz qarindoshlarimiz o'zining mustaqil davlatida yashayotdi, qarang balam. Bu tarixning rahimsiz mutlaq hukmiki her zaman özünün egisinin qo'liga qaytib ketadi bola. Balkim biraz qo'shimcha qilay. Bir qism Xitoy olimlari olsun yoki Xitoy doiralariniki biz 20 yil bo'lma yoki 50 yil Uyg'urlar yo'qolib ketadi. O çağda müstakillikka vatanma qolmaydi deyishiga ilgirki vaqtlardagi ashundaq taqdirga yo'liqqan ba'zi millatlarning tarixi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Haqiqatan masalan Manjular bir necha yuz yilda yo'qoldi tarixdan. Ammo biz xuddi Rabia Qadir xonim aytib o'tgandek Xitoylardan mayli irq jihatdan, mayli til, mayli urf-odat, hamma jihatdan nihoyat ro'shan farqlanib turadigan bir xos bir millat. Xitoy bilan hech bir jihatdan bizningki bir qondoshlik yoki bo'lmasa bir madaniyat yoki diniy o'rtoqligimiz yo'q. Bu bizni Xitoylardan orib turadigan bir nihoyat cho'ng bir tam to'saq biz uchun. Undan boshqa boya aytib o'tilgandek xalqimiz hech qachon umidini, o'zining irodasini yo'qotgani yo'q. Bu ümit irodali bo'ladi ekan xalqimizda, ishonchli bo'ladi ekan, biz aslo yo'qolib ketmaymiz ham, yo'qotanmaydi. Lekin buningga shu bo'layotgan ishlar haqiqatan qizlarning yo'tkab ketilishiga, muarifimizning xitoychilashtirishiga va yana shu Uyg'urlarni tezroq osmosiya qilish yo'lida ketayotgan shu narsalarga, shu qabih siyosatlarga nisbatan biz jiddiy qarab buning bir xalqaroning besim orqali buni tizginlashning yoki buni to'sishning chorasini qilmasak albatta bu xalqimizga va bizningki kelajagimiz uchun nihoyat og'ir fojialarni olib keladi. Buning uchun bizning bu yig'ilishimiz, shu maslahatlarni tuzishimiz, kengashlarni qilishimiz albatta shuning uchun, shuni oldini olish uchun. Endi Rabiyada sizmi bilasiz, Xitoy hukumati azaldan sizning har bir bayonotlaringiz, har bir davlatga berishingizga o'xshash, hatto sizningki muhabbatning 10 sharti degan filmingizning qo'yilishiga qadar to'sqinlik yaratib, xalqaro axborotlarda buning qarshi bayonotlarni berib idi. Ama bugünkü kunga kadar Xitoyning Oliy Kengashga nisbatan kuchli bir inkosini ko'rmadik. Bunun sebebini siz nima deb o'ylaysiz? Endi bu 7 ayning 5-ida balam Dunyo Uyg'ur qurultayini Xitoyni cho'ng aybladi. Hatto Samat, men Dolqon degandek bo'libmi bu ishni Rabia Qadir qo'zg'adi deb. Endi Xitoy menga tang-tang bayonotni e'lon qilib bersak, Rabia Qadirni bir kuch qilib dunyo ko'kitib qo'yamiz degan ishki jihatdan qarorini olganligini angladik. Taqat qilib, lekin bayonot e'lon qilmagani bilan allaqachon Qozog'istonga maxfiy kirib, odamlarimizni yo'lda tutqun qildi. Uni angladim. Ham ushlarni qaytdi. Bayonot e'lon qilgandan inkos qaytmadi emas, intayin cho'ng inkoslar qaytdi. O'zichilar terrorizmchilarni yo'qotib deb yugurib chiqdi. Terroristlar birlashdi deb yugurib chiqdi. Mushlarning hammasi Xitoyning inkos qaytarganligi. Endi Xitoy hukumati buningdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi va bizga Nayt çıraylı muamele kıstek koşulumuz. Biz söhbetki kelimiz. Söhbetki kelimiz özümüzün azatlığımız için olabilen. Sülhleşti, söhbetleşini arzu kılsın. Endi Rabia Qadir Hanım, şu kengash davamida, yani siz o'xshamagan fikrlarni yig'dingiz. Buningda cho'qim bu qitim qarorni olamsizlar yoki kengashdan keyin yana cho'ng bir muzokara bo'lamdi va yoki bu haqda bir bayonot e'lon qilamsiz kengashning qarori? Albatta, kengashningki xulos to'g'riliq bayonot e'lon qilamiz. Oldi bilan shu kengashningki butun tushgan fikrlarni bir qitim muloyiza ko'rib, shu qitimqi yig'inning xulosini chiqargan vaqtida men bunga javob beray. Masalan, bu qitim nihoyat cho'ng ziyolilarimiz nihoyat yaxshi dunyoning ham yeridan kelib yig'ilib berdi. Ko'proq yoshlashdi. O'xshamagan fikrdagi ziyolilarimiz. Ham bu ziyolilarimizning nihoyat yangi fikr bo'lyotdi. Ularning deyishicha, bu bizning birinchi qitim etishimiz, Rabia opa. Mushu qitim biz yana bir talash tortish qilib bo'lsa, yana bir ossaqaning bayatın Samat balam deb. Ossaq Anından keyin e'lon qilsak, xulosini agar mushun biz cho'qim mundaq degan e'lon qilmasakmi, o'zimizningki biz xulosimizni e'lon qilsak, yana qarorlarimizni keyingi navbat yana bir muzokara qilib, yana texmi keng doirada ziyolilarimiz to'plashib turib, yana bir muzokara qilsak degan fikr tushyapti. Endi shuni bugun tushdan keyin xuloslagandan keyin undan keyin sizga javob beramiz-da, xonim. To'g'ri. Uning ustiga bu endi bir millatningki kelajak taqdiri ustida
bir fikir kelish, bir qarorni chiqarish, bu tunji qadamda o'ng'ay gap emas-da. Albatta, albatta, belki cho'ng bir plan. Burundan ilgirdan Xitoy hukumati davomli har qanday ish bo'lsa, shu dunyo Uyg'ur qurultayini ayblab, bu oz bir qism milliy bo'lginchilarning olib berayotgan harakati u bu deb shuni ayblab kelganda, endi bu qadam qarasangiz nurg'un ziyolilarimiz bor. Her sahada işleyen, her sahada okuyan, terbilengen, yeniden üst bitilayotgan yaşlarımız var. Demek bunun özem, hem de birisi aşılarının fikrini eliş, akılını üygünüş, bu biz için faydalı olsa, yan bir cihetten bu bizim davayımızın keng asaslı ekanligini. Bu fakat az sandık bir kısım, bir uçum kişilerine emas, belki bütkül Uygur halkının, Şarkı Türkistan halkının arzusu üstüge, aşılarının ümidi üstüge kurulgan bir dava ekanligini tushuntirib beradigan yana bir o'shan cho'ng bir paket bu. Samat apandi demoqchi bo'lganingiz, shu yig'inda e'longan ba'zi qarorlar, ba'zi fikrlar Dunyo Uyg'ur qurultayidek butun Uyg'ur tashkilotlarining beshi bo'lgan bir tashkilotning ba'zi bir yo'llari va qarorlariga bir turtkilik, ya'ni ijobiy rol o'ynaydi deb qaraymiz. Albatta. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultayi hozir dunyodagi şu Uygur davasıga vekillik kılıdığan Uygur ve dünya bütün Uygurlar ve halkara cemiyet itiraf kılan bir organ, bir teşkilat. Rabia Kadir Hanım bolsa Uygur Milli Hareketi'nin rehberi, lideri, şundaklı şu Dünya Uygur Kurultayı'nın ki reisi. Şunda boğallık için bunun da bu kengeçte elinden kararla elbette Dünya Uygur Kurultayı'nın ki bunun ki ep bardığan dava yürünüşü, davanın ki stratejileri bununla elbette asas buludu, bununla yetekçi rol oynadı, yetekçilik kıladı. Endi 20 milyon halk. O'rta Osiyoda 2 milyondan ortiq qarindoshlarimiz bor. Bu birinchi qitim 150 dan ortiq ziyolilarimiz kelganmiz. Bu qitim alayliklarni siz qarang. Savdo sanoatchilar, ayollar komitetining, yoshlarning vakili, ziyolilarimiz, faniy ziyolilarimiz, diniy ziyolilarimiz, demokratik zotlar, shundoq o'xshamagan hamma sohadagilar qatnashib, nihoyatda bu ciddi muzokaralar o'tadi. Bu ciddi muzokaralar jarayonida bulardan tushgan fikrmi xuddi hozir Samat bolam degandek, biz 20 milyon xalqning taqdirini bundoq oson bekitmay, yanala ko'pligan fikr to'plab, ya'ni ko'pligan kengashchilarimizni yana akirib, ya'ni texmi mukammal holda e'lon qilsak deydigan fikrlar va buni texi demokratiya bilan biz ovoz qo'yamiz. Albatta. Ali Kengashning guruh yig'inlari intayin yaxshi o'ngishli bo'lyapti deb anglayman. Albatta ba'zi bir qarorlaringlar, ba'zi bir olgan yakunlaringlar buni albatta bizning mediada, ya'ni televiziya va axborotda e'lon qilishinglarga ancha muvofiq emas. Ammo yana bir savol, endi hozir bu sirtdagi faoliyatchilarni endi shu Uyg'ur elidan sirtqi davlatlarda yani hareket qilayotgan barliq faoliyatchilarni asos jihatdan siz bir maydonga yig'ma deb tirishchanlik ko'rsatdingiz. Endi mushada bo'layotgan yig'in, sizlarning faoliyatlaringlar bilan Uyg'ur eli ichidagi xalqning o'tirisidagi bu ya'ni o'zaro munosabat, ko'riklik rolini joriy qildirishga bir yo'l topdingizmi yoki buni qanday bog'lanish hosil qilmoqchisizlar? Ya'ni vatan ichidagi Uyg'urlar bilan bu sirtdagi Uyg'ur faoliyatchilarining harakatlarida birinchi munosabatni sizlar bog'lab bersizlar. Erkin Asiya radyo stansiyasi bo'laman. To'g'ri. Ondan keyin o'zimizning radio, o'zimizning televiziya stansiyamiz deyapman. Şarkı Türkistan televiziyasi. Demakchi shu axborot o'rinlari, kompyuter, veb-sayt hozir hamma narsa zamon o'tib ketdi. Veb-saytlar orqali. Veb-saytlar, anadikin YouTube orqali. Undan boshqa yana oshkorlashib bo'lgan yo'llaringlar bormi? Albatta. Albatta o'zimizning yana boshqa kanallar ham bor. Buning hammasini bu yerda aytish bizning har bir harakatimizdan xalqimiz xabardor. Xalqimizning har kunlik kirpikining midirg'idan biz xabardor bo'la. Eng oldi bilan Beijing o'qishdan burun biz o'qib bo'lamiz. Shuning uchun Beijing Shanxay shahri chiqirib bo'lishdan burun biz Radio Free ajak berib bo'lamiz. Ba'zi vaqtda sizlar bu qitim endi Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'ini bo'lsin, mayli bu qitim Oliy Kengash bo'lsin, sizlar Uchiqalda Erkin Osiyo radiosiningmi naq maydondan xabar berishiga qo'yibdinglar. Demakchi, o'zinglar ya'ni xalqning orzusiga vakillik qila oladiganligiga, shundaqla Xitoyning har qanday qarshiligiga, buzg'unchiligiga taqobil tura oladiganligiga ishonchinglarning borlig'ini ifodalamdi bu. Albatta.
mishaga kelgan ekan, men xalqimning dard alimiga dori bo'laman deb keldi. Mishaga kelgan ekan, men xalqimning orzusi va ovozi bo'laman deb keldi. Mishaga kelganlar, men xalqimning ko'riki bo'laman tupimdan dasab o'ssin, so'g' eqib ketmasin deb keldi. Men xalqimni eg'irchilikdan suzib olaman deb keldi. O'zini xalq otigan har bir qahramon, o'zini xalq otigan har bir shaxs shu xalqning lideri, shu xalqning ovozi, shu xalqning ishonchi. U o'ziga ishonch qila olsa, men xalqimning ovozi deb shuni xalq o'zi tanlab oladi. Bir xalqni milyonlagan odam ozod qilolmaydi balam. Osh o'zini otigan oldingi sapga chiqqan odamlar, osh ishni qo'liga ilib, irodasini ko'tarib, yelkasiga ilib qila olgan qahramonlar, shu mushuningdek, mush balamdek generallar, mushundaq odamlar bu xalqning taqdirini o'zgartirdi. Shuning uchun tarixning hammasi shundaq kelgan, ham bizda shundaq ketyapti. Ondan boshqa sizlar shu Erkin Osiyo radiosi bu qatim nihoyatda cho'ng xizmat ko'rsatdinglar. Hamda buning uchun biz o'zimizning rahmatni bildirishimiz kerak. Erkin Osiyo radiosi qurilgandan tortib, shu vatan ichidagi tashqi dunyodan orib etilgan haqiqiy uchur ma'lumotlardan bir erkin axborotdan xabarsiz qoldirilgan xalqimiz uchun tashqi dunyoga ochilgan bir ko'znak bo'lib keldi, ashuna xizmat qilib keldi. Helam bizning asosliq xalqninki bir uchur anglaydigan, tashqi dunyodan xabar oladigan ko'znigi yanlama shu Erkin Osiyo radiosi. Bu qatim mana shunchalik ko'p vaqtinglarni, odam kuchi, moddiy kuchni ajratib, butun bizningki bu kengash davomidagi xabarimizni naq maydonda tarqatyapsizlar, radio to'lqinlar tarqatyapsizlar. Bu xalqimizga yetib bordi albatta. Xalqimiz bundan cho'ng umidlanadi, cho'ng ilhom oladi. Biz buning uchun butun shu kengash ki barliq xodimlarga cho'ng rahmat edi sizlarga. Albatta. Masalan qarang, shu balam Samat deb o'tding, rahmat. Shu O'rta Osiyoda bo'lsin, mayli dunyoning teshida bo'lsin, ichida bo'lsin. Bütün xalq hozir shuni qarab turibdi. Nima ish chiqarki deb. Biz xalqimiz uchun o'zimizni otagan ekanmiz bu maydonga kelganlar. Mayli ozroq xatolik o'tkazib qo'yaylik. Mayli ba'zan vaqtida usulda xato ketaylik. Biz xalqimizning irodasiga muxolif qarshi ishni hargiz qilmaymiz. O ishni qilgicha sorunni bekalab biz chiqib ketamiz bola. Shuning uchun xalq bizga ishonchisini berish kerak va ishondi bizning xalqimizning ishonchisini oqlaymiz bola. Rahmat sizlarga, Samat Efendi, Rabiya Qadir xonim, shunchalik aldirash vaqtinglardan bizning bu Erkin Osiyo radiomizning suhbat temasiga qatnashganinglarga rahmat. Oxirida men bütün xalqimga ve bütün turmada muş azadlık için kuraş kılıp turmada yetip erkinlik bizge o'xshash erkinlik için kuraş kılışga erişemeyen qarindoshlarımga salam yollayman. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Hörmətli televizor ko'rguvchilar, bugun ya'ni Oliy Kengash davomida Uyg'ur Milliy Hareket rahbari Rabiya Qadir xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Samat apandilar bilan elib borgan suhbatimiz mishada oxirlashidi. Biz yana 10 minutdan keyin yana mishada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar, Erkin Asiya radiosi, Tor televiziyasiga xush keldinglar. Biz yana Uyg'ur Oliy Kengashining munozir maydonida qayta ko'rishdik. Navbatgi minutlarda Dunyo Uyg'ur qurultayining ayollar komiteti muavin raisi Risolat Aripova xonim biz bilan birga. Uningdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultayining ichki ishlar komiteti raisi Ilshat Hasan apandi, uningdan boshqa Avstraliyadan kelgan vakillardan Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining bosh kotibi Nurmamat Mijit Turkistoni apandi biz bilan birga. Hammanglar xush keldinglar. Bugün şu ilk bağmakçı bo'lgan suhbat temamiz yanıla o'zinglar necha kundan buyon qatnashayotgan shu Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi haqida bo'ladi. Endi dastlabki savolni Ilshat apandi sizdan so'ray. Endi bilishimizcha Qirg'iziston, shu Qozog'iston va boshqa yerlardan bir qism ellardan keldigan shu Oliy Kengashining vakillari Xitoyninki bevosita yani çetilishi bilan, buzg'unchiligi bilan aeroplanlardan tushirayotgani, hatto pasportlarning yetib etilganligini angladik. Buning oldidagi Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'inlarida shunday buzg'unchilik harakatlari bo'lgan, bundan xabarim bor. Endi uningdan boshqa Uyg'urlar xolimisimi, ammo Xitoy hukumatining o'zining jasuslarini hatto Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'inlariga tiqqan shunday bir ahvollari bo'ldi. Ya'ni u jasuslar qo'lga ilinganmi bo'ldi. Endi bu qitim ham siz ichki ishlar mas'ul bo'lish, bir xodim bo'lish sifatingiz bilan bu qitimki yig'inda Xitoyning shunday bir jasuslarni kirgizilmaganligiga kafolatlik bera olamsiz? Nayti tafsir 100% nim qilolmayman. Kepillik qilolmayman. Ammo biz tirishchanlikni ko'rsatdik. Mening tirishchanlik ko'rsatdik deganimiz bu qadimgi Oliy Kengashningki ichilishining oldida har bir qatnashima degan vakillarningki oq ko'rinishi, masalan, qaysi davlatda boshqa davlatga chiqishning oldida Xitoyda qayerda ishlagan yoki bizning vatanimizda nima qilgan Amsa arxiv bor demak. Amsningki arxivini turg'izdik, ham shu arxiv orqali bularni bir qur tekshirib o'tdik. Albatta bu Dunyo Uyg'ur qurultayining qatnashuvchilarini tekshirganda murakkab bo'lishi mumkin, chunki dunyoning boshqa hamma yerdan tashkilotning sirtqi odamlarmi qatnashdi shunday. Albatta shunday bo'ladi. Hamda shuningda shunchalik tekshirsakmi, hamda Xitoy nayti kuchli hozirgi bir iqtisodiy amaliyotidan nayti kuchli bo'lib qolgan bir davlat. Albatta. Balkim ular o'zining kuchi bilan hamda bir achka odamni yana soqinib kirgizish mencha ular uchun balkim bak hasb bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman. Agar shunday bo'lganda, lekin hozir Rabiya Qadir xonimning taklifi bilan va Oliy Kengashining ruxsati bilan butun shu yig'in jarayoninglar asosliq ilib borgan muzokaralarlar butun dunyoga oshkor bo'ldi. Bizning televiziyamiz orqali-mi, radiomiz orqali-mi va boshqa matbuotlarning xabarlari orqali-mi sizlarning ib berayotgan faoliyatlaringlar, berayotgan fikrlaringlardan Uyg'urlar emas butun dunyo oshkor xabardor bo'lib turyapti. Hozir o'zi balkim Xitoy hukumatimi sizlarning har bir so'z harakatinglarni kuzatib o'tgan bo'lishi mumkin. Ammo mushundan siz ishonchlikmi? Yani bunu Xitoy hukumatining mushundan boshqa yangi bir usulda foydalanishidan siz qanday qaraysiz bunga? Masalan, bu qitimki qurultayimizning Oliy Kengashiningki nayt muhim bo'lganligidan, mushuninki ichilishiningki oldidagi bir qisqa mezgilda, masalan, bir 2 haftaning oldida butun torbatlarda, hatto bizning email xatlarimizda uningdan keyin ba'zi bir Amerikadagi shaxslarning to'satdan chiqib Rabiya Qadir xonimga uningdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi o'xshamagan hujumlarni qildi, yolg'on yovdaq gaplarni topdi. Bularning hammasi Xitoyninki mushu yig'inga bo'lgan buzg'unchiligi ham mushu yig'inning oldini to'smoqchi bo'ldi. Hamda buning ichiga kirganlarning ichida hamda men 100% hammasi dalamayman, abay degandek, balkim ba'zilarning masalan Pishni fasad gaplarni taqat qallarni muazraq angladik birasininki ikkisining. Bunun qarshi tadbirlaringlar bormi? Tadbirlar bo'ldi. Biz ular bilan shaxsiy ayrim ko'rishib, paranglashdik, ogohim berdik ba'zilarga. Masalan, yana bir rasmga tortishni, shaxsiy rasmga tortishni qat'iy rad qildik, shakildik, videoga tortishni. Bu xil usullarni qo'llandik. Endi Risolat xonim, siz shu Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'inlari qatnashgan, shu qitimqi bu qatnashgan Oliy Kengashda qanday bir farqni ko'rdingiz odatdagi shu sizlarning ayollar komitetining yig'inlari bo'lsin va yoki Dunyo Uyg'ur qurultayiningki qurultay yig'inlaridan qanday bir farqlar bor? Men o'ylaymanki, bu bizning
Davayımızda bir tarihi ehemmiyetga ega bir yig'in bo'ldi. Bu yerda bizning peshqadam inqilobchilarimiz hammasi yig'ilib bir duglak ustalga yig'ilib, har birisini o'zining fikrini, ideyasini o'tirib qo'yib, mishadan bizning kelajak strategiyamizni ishlab chiqishda cho'ng rol bor. Shuning uchun farqi odatdagi emas, bu yerda butun dunyodagi Uyg'ur inqilobchilarimiz yig'ilib her türlü ideyadaki, her türlü fikirdeki adamlarımız yığıldı. Demakchi, Dünya Uyghur Kurultaydı mı? Keng dairde fikirler çıkartıldı. Keng dairde bo'ldi. Endi Nur Mehmet Mecid Türkistan efendi, siz hem de Avustralya'daki Uygurlarınki yürek arzularına vakaleten bu yığın katnışıvatsız. Hem de siz bu yığından nimelerini kütken idiniz, siz kütken şu derslerini bayıkladınız mı yığından? Assalamu alaikum suyumli televizyon ko'ruvchilar, radio anglitlik do'stlar. 5-ayning 2-kundan 8-kunga qadar bu bo'lgan bu Sharqiy Turkiston Oliy Kengashi Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilibdi. Biz bundan xabar topgan va buning tayyorligimiz bilan kelgan edik. Avstraliyaga 2000 ga yaqin Sharqiy Turkistonliklarning qizg'in salimi, umidlari va bundan kutgan tilaklarini olib kelgan edik. Alhamdulillah, hozir qadar nihoyat yaxshi programmalar uyushtirilibdi. Buningda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan siyosiy sahnadagi, iqtisodiy sahnadagi va hozirgi faoliyat sahnasidagi nurg'unlikka yetilgan yoshlar, peshqadamlar va ayollar bular yetib kelgan ekanda, bu orqali bu bir xalqaro sahna xarakteridagi uchrashish, o'zaro almashtirish va fikr almashtirish va shundaqla o'zlarimizning muzokarasi orqali o'zimizningki kelgusi harakat planlarini tuzib chiqishga yaxshi bir platform bo'ldi deb qarayman. Endi sizlarga ma'lum, Dünya Uyghur Kurultayı o'zining liderini demokratik usullarda saylab chiqdi. Oliy kengashmi o'z oldiga bir kengashning lider bo'lishi kerak, ya'ni o'zining kengash yig'inininki bir boshliq atirti bo'lishi kerak deb qaramsizlar yoki Dünya Uyghur Kurultayı shunga yetakchi o'rinda bo'lishi kerak deb qaramsizlar? Bu qitimki qurultay alayida bir kengayish bo'lgandan keyin, albatta bu qurultayning ochilish jarayoni, buning riyosatchilik o'rinlashtirishga albatta Dünya Uyg'ur Qurultayı buni tashabbus qiluvchi bo'lish sifati bilan albatta buningkiga riyosatchilik qilish, o'rinlashtirish hammasiga yetakchi bo'ladi. Ammo lekin bu bir alayida kengayish, balkim bir necha 10 yılda bir qitim yoki zo'rur topgan vaqtida balkim bir necha yilning ichida yana bir qayta ichilishi mumkin. Shuning uchun buningga bir uzun muddatli turilgan Dünya Uyg'ur Qurultayidek bir rahbarlik organning qurilib chiqishi zo'rur emas deb qarayman. Faqat bu bir mushu qitimki qurultay orqali bizningki alayida qurultay orqali bizning maqsadimiz Uyg'urninki hozirgi vaziyatdagi yuzilayotgan krizis, buningga bo'lgan qanday bir polsiyat bo'lmiz, qanday qilib biz xalqimizningki hozir tatiyotgan azob oqibatlarini azaytimiz, qanday qilish orqali bizning xalqimizning erkinligi bo'lgan intilishini o'zimizningki kuchi bilan birlashtirib bir xil tizden xalqimizni erkinlikka yoki shu jihatda bir yo'lni izlab chiqishdagi izdinish deb qarayman. Endi hozirgacha tushayotgan shu fikrlardan ana buningdan kelgusi taqdiri, ya'ni Uyg'urlarning, ya'ni vatan sirtidagilar emas, vatan ichidagi 20 millionga yaqin sizlarning aytishinglar bo'yicha bu Uyg'urlarning kelgusi taqdirining yaxshilanishiga foydali bo'lgan bir fikrlar, amaliy bir nima deymiz, qarorlar ilindimi hozirga qadar? Hozir qadar yaxshi fikrlar qo'yildi, ammo qaror chiqmadi. Chunki bizning yig'inimiz bugun tugamadi, yana davom etishdi bir kun o'g'irlikcha. Shuning uchun fikrlarni aytdi yaxshi. O'xshamagan davlatlarning kelgan o'xshamagan ko'z qarashdagi qarindoshlarimiz, o'xshamagan deganim bizningki vatanni ozod qilish, xalqni erkinlikka chiqarishdagi yo'ldagi o'xshamaslik, ammo niyat, nishonniki birlik. Sizning da'vatqingiz arzu, umid. Endi hozirgi reallikni esa Xitoy hukumatining siyosati qarmoqqa Jang Chunshen kelgandan keyin Uyg'urlarga xizmat fursati va yoki boshqa turmush ehtiyojlarini qamdash jihatlarda bir yaxshi bir siyosatlarni, yumshoq siyosatlarni yurgizayotgandek
ko'rinadi ko'rinishga. Ammo lekin bostirish yani kuchaytirildi. Biz o'zimiz shahid bo'ldik. O'zining yani Xitoyning ishki o'zining bexatarligiga selingan kuch bu iqtisodiy sarfiyat o'zining harbiy kuchiga selingandan kuchli bo'lyapti. Bu o'zi shuni o'zlashini isbotlab turibdi. Endi hozirgi vaziyatda Uyg'urlarningki tatiyotgan azoblarni yeniklashtirish, hozir mushlar uchrayotgan rejimlarni yeniklaştırışki qandaq bir endi amaliy bir tadbirlar mush ustida bir fikrlar bo'ldi. Bo'ldimi mush yoqda? Bu to'g'risida nayt yaxshi savol bo'ldi bu. Albatta har qandaq bir kengash bo'lsin yoki shura bo'lsin, buningki o'z oldiga plani va ijro qilinish jarayoni va shundaqla kelgusida yetmoqchi bo'lgan nishonlar bo'ladi. Sharqiy Turkiston Oliy Kengashininki hamda bu navbatda, yani bugundan burunqi yig'in va muzokara jarayonini elib borayotgan suhbatlari bu yolg'iz nuqul holdagi ma'lum bir tashkilotninki yoki ma'lum bir shaxsninki fikri emas bu. Dunyoning har qaysi joylarida yetib kelgan bu mushu da'vo sohasidagi zotlar hamda o'zaro fikr almashtirish orqali o'zimizdagi ortiqchiliklarni qabul qilib, kamchiliklarimizni tashlaydiganga va shundaqla mumkin qadar bu chet elda albatta biz erkin muhitga ega. Bu muhitda emas, balki vatan ichida yashayotgan shu xalqimizningki ijtimoiy, siyosiy va boshqa jihatdagi alayliklarni gavdalantiradigan, qo'g'daydigan holatga biz muzokara elib boryapmiz. Endi buning tafsiloti to'g'riliq bu yerda to'xtalishni xohlamayman, chunki tafsilotni va undan keyin chiqqan qarorlarni aytib kechildigan yig'inda Oliy Kengashining hayatlari e'lon qilmoqchi. Rahmat. Endi biz asosli aytayotganda shu Sharqiy Turkiston yani Uyg'ur elida yashayotgan Uyg'urlarning tatiyotgan siyosiy, iqtisodiy va diniy shu bisimlari, rejimlarini so'zlab keldik. Vatandan boshqa, yani Uyg'urlardan boshqa Uyg'urlarga qo'shni ellarda yashayotgan Uyg'urlarning hozirgi siyosiy, ijtimoiy hayotining bir bisimda ichida ekanligi ma'lum darajada ular demokratik ellarda ba'zilar yashayotgan bo'lsa-mu, masalan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq ellardagi Uyg'urlarning ahvolining unchalik arzu qilgandek, unchalik biz bular tub tursin degandek, ya'ni yaxshi emasligini ko'rib yetyapmiz u yerda bo'layotgan xabarlardan. Endi mushadagi Uyg'urlarning ba'zi bir masalalari, mushadagi Uyg'urlarning ijtimoiy hayoti, ma'rifi va boshqa iqtisodiy ahvollarini yaxshilash uchunmi bir boshqa turib muzokara qiladigan bir fursat bo'ldimi mush jarayonda? Bo'ldi. Tunugün bizning guruhida masalan O'rta Osiyodan kelganlar mushu to'g'riliq o'zlarining fikrlarini qo'ydi. Ham biz ularni xatirladik. Maqsadimiz mushu muzokara orqali shu O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston mushu joylardagi masalan yoshlarningki mushu g'arb allariga yoki Turkiya dunyosining Turkiyadagi o'qish mush kelgusida bizga ixtisosli odamlarni yetishtirishiga bir izlanish orqali mushu masalalarni hal qilish to'g'riliq tunugin fikrlar tushdi. Ham uni o'ylashib har xil tadbirlarni o'tirib qo'ydik, hamda uni oxir qaroriga qoldi. Ba'zi bir muloyizachilarning qarashicha 1 milliondan 2 million qadar Uyg'urlar O'rta Osiyo tavasida yashaydi ekan. Risolat xonim, sizmi shu Uyg'urlardan chiqqan bir Uyg'ur xonim, siz hozir garchi Belgiyaga ko'chman bo'lgan bo'lsangiz-mu, ilgari O'rta Osiyoda tug'ilib, o'sib, shu yerda yashab kelgan. Endi siz u yerning ahvolini bizdan yaxshiroq bilasiz deb o'ylayman. Endi shu yerdagi Uyg'urlarningki masalasida endi qaysi xil masalalar nuqtaliq, ya'ni masalalar deb qaraysiz, bu yerdagi uchrayotgan, O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlar uchrayotgan asosli masalalar nima? Endi O'rta Osiyoda asosli masalalardan biri bizda erkinlik, so'z erkinligi yo'q. Mesela biz demokratik meyada az ellerde biz fikrimizni aytalaymiz. U yoqda shu cheklangan. Demakchi Qozog'istonda burun Uyg'urlarning radio televiziyalar bo'lgan, hozir cheklandi. Shularmi bir ifodasimi? Undan boshqa siyosiy, bu iqtisodiy bu jihatchi, bu iqtisodiy hayotiy jihatda. Boshqa shu yerda yashayotgan millatlar bilan bir o'xshash barobar muomalaga uchrayotganda shular bilan o'xshash barobarmi? O'xshash barobar deyolmayman men endi. Men o'zim 10 necha yil bo'ldi chiqib ketgan bo'lsam-mu, men bilmay u yerda endi baribir bizning yana ko'chman millat qatori. Ko'chman masalasi bor endi.
O'xshash, yanada o'xshash muomalaga uchirmoq. Ya, Demakchi, bu Uyg'ur masalasi deganda faqat Sharq Turkistondagi Uyg'urlar masalasi emas, vatandan sirt yashayotgan Uyg'urlarning bu masalalarini o'z ichiga olamdi. Albatta, bu yerda bir masala bor. Masalan, men Malayziyada turgan, Amerikaga keldim, undan keyin men boshqa allardagi bolalar bilan aloqa qilishim. Masalan, Uyg'urlar chet elga chiqqandan keyin bir narsaga eng udul duch kelgan ish, kim bizga ega bo'ladi shu chet eldagi bir to'salg'ularga uchraganda, qiyinchiliklarga uchraganda. Masalan, biz Uyg'urlar hargiz Xitoyninki elchixonasiga yordam so'ramaymiz. Ulardan yordam so'rashni hech qanday bir ko'pincha Uyg'urlar men mutlaq ko'pinchisi hech kim xohlamaydi. Endi so'rgandimi erishamaydigani yaqinda Pokistonda bir Uyg'ur ayolning Pokistonlik to'y qilgan Uyg'ur ayolning shu Pokistonliklar tarafidan, ya'ni o'zining erining tuqqanlar tarafidan nurg'un besimga uchrab Xitoy elchixonasidan yordam so'raganda ularning yordamiga erishamaganligi bir isbot hamda. To'g'ri, bir isbot ananiki Malayziyada mashhur bo'lgan. O'quvchilar shunaqa nima qilgan vaqtida, oldin ketgan vaqtida Xitoyning maktablariga vatanniki Xitoylar olib birlashib, ular Xitoy elchixonasini izlagan vaqtda bizning korimiz yo'q sizlar bilan deb chiqarib o'tgan. Shundaq sharoit ostida hamda shu Uyg'urlarga ega chiqadigan har bir joylarda bir tashkilot yoki bir o'rin bo'lishi kerak deb qaramsiz? Albatta shundaq. Bizningki Dunyo Uyg'ur qurultayininki tashkilotlari bor davlatlarda bu xil masalalar bir qadar hal qilindi, ham hal qilinyapti. Ammo mushu bizning Dunyo Uyg'ur qurultayininki tashkiliy organ uch qashqari faoliyat olib boramaydigan yoki qurilmagan mushunda davlatlarda bizning xalqimiz hozirgacha bo'libmi Uyg'urlar bo'lsa, nihoyat zulmga, xuddi vatanninki ichidagi o'xshash zulmga uchrayapti. Besimga, Xitoyninki tahdidiga, shu davlatninki ba'zi bir avagarchiligiga, chunki ularning Xitoy pasporti bo'lganligidan shuningga manda degan vaqtida hamma tarafdan tang besimga uchrayapti. Bu xil masala xeyli eg'ir bo'lib shu jihatda endi Oliy Kengashdami konkret bir tadbirlarni elish to'g'risida fikrlar bo'ldimi? Bu nihoyat yaxshi bir tema bo'ldi. Albatta bizning bu yerda aniqlashtirishga ikki masala bor. Birinchisi G'arb ellari, bular hozir biz da'vatgan G'arb ellari, ya'ni erkin demokratik tuzum ustida qurilgan davlatlarda bizningki tashkilotlarimizni va xizmat guruhlarimizni qurish imkoniyati bor. Endi bu demokratiya mavjud bo'lmagan yoki bo'lmasa, siyosiy tuzilmamiz ojizroq bo'lgan davlatlarda bizning o'rnimizni tiklash bir qadar ojizda, hozir qadar. Masalan, bayatin Ilshat apanda bitayotganda Malayziya garchi o'zininki demokratik sistem bo'lsa, bu yerda haqiqiy turda bir nima shakllanmagan. Buning sababi balkim shu davlatning yo'l qo'ymaganligi yoki o'zimizning tirishmaganligidan ko'rib chiqsak bo'ladi bu narsani. Endi ba'zi davlatlar bilan Xitoyning alohida bir iqtisodiy munosabatlari bor, manfaat munosabatlari bor. Albatta, mana bu masalan, yana Malayziyani desak sizga yetkazib tortalım xafamaysiz. Malayziyada masalan 40%ga yaqin Xitoy nüfusi bor. Xitoy ko'chmanlari kuchli iqtisodiy jihatda Xitoylar yuqorilikni egallaydi. Üstünlükni egallaydi. To'g'ri. Shu bu jihatda hamda bu kichik ojiz davlatlar nimadan qo'rqaydi desa, Xitoyninki ularga bevosita diplomatik besim ishlatishdan qo'rqaydi. Shunlashqa bizning tashkilotlarimiz, o'rinlarimizga ular bir xil so'rin hozirlab bermagan deb qaraymiz. Lekin biz shu qurultay jarayonida, kengash yig'in jarayonida hamda shuni his qilib yetdikki, mumkin bo'lsa o'zimizda bor manbalardan va iqtisodiy ijtimoiy afzalliklardan foydalangan asosda boshqa davlatlar garchi cho'ng tipdagi tashkilot yoki organ shakllantirilmagan bo'lsak-mu, ammo shu yerda yashayotgan Uyg'ur xalqimizga va shu yerda ko'chman bo'lib turgan Uyg'ur xalqimizga muvofiq miqdorda bir afzallik yaratgan sharoitlarga tirishchanlik ko'rsatganligimiz to'g'riliq muzokaralashdik. Müzakirləşdinlərmi? Hazır həm də pen texnik uçur dəvrədəyimiz. Bo'libmi internet, mush kompüterning roli intayin zo'r bo'ladi. Hatta bu qitim mush o'tir sharqdagi arab ellərdəki xalqning inqiloblarning portlashidimi, bularning uyushishidimi, mush internet alayda bir rol o'yindi. Hamda Uyg'urlarningki mush mayli sizlar deb o'tgan masalalar bo'lsin, bundan keyingi kelgusi planlarda internetdan foydalanishda qandaq bir yo'llarni etish to'g'riliq bir fikrlar bo'ldimi? Chunki Xitoy hukumati o'zinglar ko'rib o'tgandek 5-yo'l voqeasidan keyin 10 oylab internetni taqvatdi. Hamda mushundaq bir Xitoyning buzg'unchiligi, ya'ni shu sirtdagi Uyg'urlar bilan, ya'ni vatan ichidagi Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning aloqasini butunlay uzish ehtimolligiga qarshi qandaq bir tadbirlarni o'ylash haqida fikrlar bo'ldimi? Bu haqda bildiganlaringlar bormi? Bu haqda bizningki vatan ichiga bo'lgan
internet jihatdagi tashviqotimizda bizningki spesifik bir bekitgan qarorlarimiz bo'lmadi. Nimishqa desa, birinchi sababdan hamda biz bu jihatdagi maxfiylikni sal saqlaymiz. Ikkinchi jihatdan bo'lsa, bu jihatda tafsiliy o'rinlashtirishni biz hozircha qilmaymiz. Chunki harakatninki boshlab xalqlarga foyda olib kelish uchun uning oldidan deb qo'ygan bilan xalqlarga aks ta'sir berib qo'yishdan biz ansiraymiz. Chunki bu yerda men to'liqlasam, internet orqali foydalanish bizni allburun boshlagan. Masalan, ba'zi masalalarda biz bundan jiq foydalanib yordam qilyapmiz. Ba'zi ishlarni ham bu yerda ochiq degan bo'lmaydi. Masalan, ba'zi davlatlardagi qarindoshlarimizga yordam qilishda asosan shu internetdan foydalandik. Onunki yana birisi, agar hammamiz diqqat qilsak, Xitoy yaqinda bo'libmi shu Avtonom rayonning sekretari Jang Suyshan butun Xitoy mamlakatida sargarda bo'lib yurgan Uyg'urlarni hammasini Urumchiga qaytarib kelamiz haqsiz degan bir planni qo'ydi. Buni ba'zilar o'yladi, bu bir nihoyatda yaxshi ishga yetim yesirlar qaraydigan o'xshaydi. Amaliyotda Xitoyning eng ansiraydigini Xitoy mamlakatida bizningki Uyg'urlarningki chet ellik torbatlarining ko'pinchisini ichiladi, hatto sizlar radiolar Freyjaninki mu Xitoyning ma'lumotimiz bor, to'g'ri bu jihat. Xitoyning maqsadi amaliyotda ashu aloqani bu uzib tashlash deb qaramsiz yana bir jihat. Mushu jihatki. Demakchi bu Xitoy hukumatining shunchalik 50 million pul sarf qilganini bilma, 50 million ajratib bu Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur sargardan bolalarni yig'ima degani faqat sargardan bolalarni yig'ish emas, shu yerdagi Uyg'urlar to'pinimi bir qatim tekshirib chiqib mushlarning orasida yig'ilganini yig'ib kelish maqsad deb qaramsiz. Asosan qaratgan nishon Xitoyninki, ashadagi internet torbatlarga chiqib, mushu bizningki xalqarodagi ib berayotgan faoliyat tashviqotlarimizni biz uchun qilib berayotgan jinni tikib shu uchur yetkazayotgan. Chunki men Malayziyada vaqtida angladim, sizlarningki Radio Free Asia'ning programmasini ba'zilar USB ga qachilab opirib Urumchida azroq qimmatroq bazı satsa Uyg'urlar tezdan setib olgan. Demak, ashularningki faqat sizlarning uchuringlar emas, ya'ni butun dunyoning vaziyatidan xabarsiz qilayotgan Uyg'urlarni ta'minlayotgan mushtaq bir uchur manbalarini kesib tashlash, shundaqmi? Shundaq. Endi Risolat xonim sizga bir so'z fursati beraylik. Endi bu qitimqi bu oliy kengashdimi o'xshashlar Dunyo Uyg'ur qurultayining boshqa yig'inlaridek yana Uyg'ur ayollarining soni bir qadar oz nisbatni eganligiga hammamiz ko'rib turibdimiz. Endi shu ayollarningki rolini joriy qildirish bu Uyg'ur millatining kelgusi istiqboli haqidagi yo'llarni belgilashda ayollarning qanchalik rol o'ynalishi va bu vaqtda ayollarni qanday qilib bu sapga texmo ko'plab qiziqtirish va akirish haqida nimalarni o'ylaysiz? Men endi o'ylaymanki, bizning Uyg'ur ana davosini yetkazishda bizning shu g'arbiy ellarda turayotgan ayollarning, bu yerda bizlar o'zinglar g'arbiy ellarda ayollarning roli ustun. Shuning uchun men endi har doim har bir qatnashgan yig'inimda deb o'tma uni. Ayollarga ko'proq ovoz bersanglar deb. Endi afsuski bu yig'inda bunda qarab o'tasam az, ayollarning soni az. Endi ayollar texnik ko'proq qatnashish kerak deb o'ylaymiz. Beshik tavratgan ayol dunyo tavratadi deydi. Meningcha ayollarga ko'proq ko'ngil bo'lib, ko'proq ayollarni buningga bizning rahbarimiz ayol shunaqa bo'lsa ko'proq ayollarni rag'batlantirish kerak deb qaramsiz. Albatta buni qo'llovchi erlarmi buni rol o'ynaydi deb qarayman. Endi biz abaytni aytib o'tgandek g'arb ellariga chiqqan Uyg'urlar bo'lsin va yoki vatan sirti ichida yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, Uyg'ur ayollari bevosita uchrayotgan masalalarni hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyi orqali hal qila olamdi. Bular sizlar bilan aloqalashamdi. Sizlarningki xizmat doiranglar nima? Shu Uyg'ur ayollari uchirgan masalalarni hal qilishda rolinglar bormi? Ya faqatla Dunyo Uyg'ur qurultiyining ya'ni yo'nalishi bularning xizmat topshirgan xizmat vazifasi bo'yicha ish qilamizlar. Endi hozir ham davlatlarda Uyg'ur ayollari komitetlar bor. Shu internet orqali ayollarning bir problemler bo'lsa, ayollarga vatan masalalar bo'lsa, shunga yordam berish komitet
arqılıq ayollar Aloqalashadi. aloqalashadi. Ondan keyin endi bizning Ama siz şu aloqalash to'rinlar orqali bu xil yig'inlarga chaqirqsanglar bo'ladi ekan bu. baribir chaqirishni avtadigan Şu sizlar bilan aloqalash orqali bu sabqa qaytilsa yana bo'ladi shunday. Biz endi bundan keyin mana kuchlantirimiz deyapmiz. Albatta Dünya Uyghur Qurultayı bilan birga birlashib Bu vaqtda texmi mukammal ishlamsizlar xizmatlarni. Endi Nurmamat apandi siz shu endi qurultay davomida dedingiz har soha har kasb shu har sohaning ahllari o'xshamagandagi fikrdagi Uyg'urlar qatnashibdi deb. Endi bir narsa isim keldi Frank Wolf, ya'ni shu Amerika Davlat Majlisi a'zosi Frank Wolf, ya'ni bizning shu Oliy Kengashning yig'ili ichilish mezgilida nutq bergan Amerika davlat arboblarining birisi. Bu kishi ilgari shu Guantanamodagi tutqun Uyg'urlarning Amerikaga qo'yib berilish masalasida bu Amerika sudi bularni Amerikaga qo'yib berishni rad qilganda bunga tushuntirish berib, bu Uyg'urlar, ya'ni Guantanamodagi Uyg'urlar, ya'ni bu yerga qo'yib berilmasligining sababi sizlarga o'xshamaydi degan edi. Bu masalaga sizlar qanday qaraysizlar? Ya'ni bu Uyg'urlarning nari mush Amerikada yashayotgan va yoki boshqa g'arb ellarda va Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'urlar bilan nima farqi bor bularning? Amaliyotda bu Uyg'urlikning o'rtasida hech qanday farq bo'lmasa kerak deb qarayman, chunki ularning so'zlaydigan tili, ishonadigan dini hammasi biz bilan birga o'xshash. Faqat bu yerda farq nima shuki esa, bu sentabr voqeasidan keyin Amerikada yuz bergan voqeadan keyin shu xalqaroningki geosiyosatida yuz bergan bir xil o'zgarish, ya'ni bu nayt cho'ng bir burilish deb qarasak bo'ladi. Xalqaro terrorizm qarshi turish harakati deb cho'ng bir harakat boshlangan. Bu harakat amaliyotda bu biz shu yig'in jarayonida bir professor o'zininki xaritasini ko'rsatdi. Bu sizlarning xaritasini Sharq Turkistonnimi shu terrorizmninki doirasining ichiga kirgizgan bular. Amaliyotda bu kirgizishdagi maqsadi yanılam sababi Xitoy deb qaraymiz. Chunki Xitoylar azaldan bular 62 yillik mustamlikasi jarayonida bu bizning vatanimizdagi diniy ulamolarga, diniy zotlarga va diniy maydon turayotgan kishilarga bo'lgan besimi, bularga bo'lgan bostirishi haddidan ziyod eshib ketganlik sababdan o'ziga qarshi turishga jur'at qilgan bu bir turkum kishilarga yolg'ondan terrorchi degan qalpoqni kiygizib, bularga nurg'unlagan yolg'on materiallar bilan ta'minlab bergan. Bular garchi vatanning ichi va sirtida bo'layotgan konkretni aniq ve bu vaziyetlerini aniqlamaylam xalqning gapiga ishongan. Eng oxirida bu qarindoshlarimizni ham Guantanamo turmusdan gunohsiz deb qo'yib berganligining isboti bundan mana mushadi. Agar ular haqiqiy terrorchi deb qaralgan bo'lsa, Amerikaning Guantanamoda emas, balki Xitoyning turmida yotgan bo'ladi. Biz Amerikaning siyosiy chiqaruvchilarininki bularning bu sizlar bilan o'xshamasligi mumkin deb qaragan bir gapini analiz qilib bakdan bo'lsak, balkim ular Amerikaningki qonuni tarafidan ilgari bir qitim terrorchi degan yolg'on qalpoqni bo'lsin kiygan bo'lganlik sababidan Amerikaningki qonunning o'zida, ya'ni o'zi qaralagan odamni Amerika o'z territoriyasiga olmaydi degan bir nuqtalar bo'lishi mumkin. Endi shu sababdan faqat Amerikaga kirish va kirmaslik jihatida o'xshamaslik farqi bor deb qaragan bo'lishi mumkin deb qarayman-ku. Men bundan bir ishga yo'l qo'ysam, Frank Wolf neki tushunchasi xato deb qarayman. Guantanamodagi Uyg'urlar bilan bizning hech qanday farqimiz yo'q. Hammamiz bir Uyg'ur, hammamiz bir qarindosh. Bizning faqat farqimiz ular xalqini, millatini o'z davlatininki erkinligi uchun o'xshamagan usulni qo'llanganlar. Ya'ni qurolliq. Qurolliq. Ammo lekin ular g'arb dunyosiga yoki Amerikaga qarshi emas, faqat Xitoy tajovuzchilariga qarshi yipagan qurolliq harakat. Ularninki baxtsizlik bo'lgan yeri Afg'onistonningki, Amerikaningki Afg'oniston terrorizm qarshi urushida shu yerda chiqib qolganligi, vaqtida namoq yerda bo'lib qolganligi yerda qolganligining sababi. Ammo boshqa jihatdan men 100% kesib aytalayman. Biz hammamiz o'xshash Uyg'ur, bir nishondagi Uyg'urlar, faqat usuliy jihatda ozroq farq bor. Endi bugun yig'ilgan, ya'ni Oliy Kengashga yig'ilgan Uyg'urlarning hammasi o'xshash bir o'rtaq nishonga ega ekan, o'xshash bir yo'lni tutishga ya'ni rozimi? O'xshash bir yo'l tutishga. Ularni qurolliq, ya'ni usulni tanlaganlar dedik-da, qurolliq harakatchilar dedik. Endi
bu Ali Kengashga yig'ilgan Uyg'urlarning ichida bu yo'lni tutganlar bormi yo'q va yoki bu o'zanglarmi shu har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarning vakili va shundaqli Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning vakili bo'lish sifatinglar bilan qatnashyapsizlar. Sizlarning tutgan yo'linglar nima undaqda? Ali Kengashningki qatnashchilarning hammasining tutgan yo'lini bir deb mujassamlashga bo'lamdi endi? Shaxsan ben cevap versem hammamizninki nişanı bir, bunun da şek yok. Ama usulü cihette belki yani okşumaslıkla bağ oluşu mümkün. O mevcut, o mu tabii. Çünkü bizninki görüşümüz nait uzun müddetlik. Onun dinki bir Türk'üm halkımızdan bolup mu sırtı olsun, içeri olsun, ümitsizleniş ahval nait iğir. Ümitsizlengen millet bazı vaxtlarda o'xshamagan usullarni qo'llanib o'zininki erkinligi uchun kurash qilish ehtimolini aytishim. Shuningga men hammamizni o'xshash bir xil usul bilan deb kesib aytolmayman. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultayining asos prinsipi yanala zo'ravonsiz tinchlik bilan elib berish. To'g'ri. Rabiya Qadir xonimi deb o'tdi, Xitoyning bisim siyosati ba'zi Uyg'urlarni radikal yo'llarga boshlanyapti deb. Endi Xitoyning bisim siyosatidan boshqa chet ellardagi Uyg'urlarning ichidami albatta ularmi Uyg'ur elida Xitoyning bisimidan sirtqa chiqib ketganlar. Bularning ichidami radikal yo'llarni tutganlar bormi? Sizlarga ma'lummi bular? Yo'q, dalamayman shaxsan men. Qisqacha aytay. Yo'q dalamayman. Bağılışı mümkün. Ama ulanın mı bu xil yolga qarab kelishi birisi vatan ichidagi xalqning azob oqibatiga chidamadi. Yana birisi g'arb dunyosininki mushundaq Uyg'urning tatiyotgan zulmiga ba'zi vaqtlarda ko'z yummaganligidan bu yerdami umidsizdanish bor. Siz to'liqlaysiz. Bu endi har qandaq bir o'xshamagan vaziyatda, o'xshamagan bir davlat siyosati yashayotgandan keyin şu devletning siyosati yo'l qo'ygan erkinlik yoki afzalligi asosan harakat elib berish bizning asosiy prinsipimiz. Bo'libmi g'arb ellarida harakat qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin yoki Avstraliya yo Yevropadagi tashkilotlar bo'lsin, bular hammasi asosligi shu yerlik davlatlarning qonuniy belgilanmalardan chetnamagan asosda harakat qiladi. Bu narsa aniq bo'lish kerak. Ammo lekin qisman rayonlarda ma'lum bu narsani biz shu sizlarning guruhlarning maydonlarmi deb qarasak bo'lmaydi. Chunki bu biz buni shaxslar o'rnidan qarab chiqsak, shaxsningki har qanday ishni qilish erkinligi va erkinligi bo'ladi. Masalan, u o'zini o'ltiribasimi? Uni hech kim to'sa olmasligi mumkin. U o'zini boshqa bir xil usul orqali o'ltiribasimi? Uni hech kim to'sa olmaydi. Lekin buni masalan Al-Qoida tashkiloti butun islomga vakillik qilmaganda. Buni biz hargizmi bu Xitoylar masalan bir odamning harakatini ko'rsa, mana bu chet ellik Uyg'urlarning hammasi shunday dedi. Amaliyotda bu hargizmi shaxsningki qilgan qilmishi ma'lum tashkilot yoki bo'lmasa umumiy Uyg'ur vaziyatiga vakillik qilmaydi deb qarayman. Lekin buning tubki sababi yana deb aytish to'g'ri qildiki, Xitoyning siyosatidan bevosita va vositalik olib kelib chiqqan deb qarayman. Yani ben bir narsani qistirib qo'ysam, Xitoy ta hozirgacha mayli Uyg'urlarni qanchalik ayblasin terrorist deb yoki shaxsiylarimizni hatto ba'zilarni aytib o'tgan bo'ldi. Lekin ta hozirgacha xalqaro dunyosini qoyil qilarlik hech qanday bir isbot ko'rsatib Uyg'urni terrorist deb ayblayolmadi. To'g'ri. Bu yerda xalqarani qoyil qilamiz deganim, xalqaro o'lcham bo'yicha Uyg'urlarning hech qachon terrorist emasligini isbotladi. Uningdan keyin terrorizm bilan hech qanday aloqasi yo'qligini isbotlab berdi. Buni konkretniroq tushuntirib bersak endi Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi Dolqin Isa Efendi'ni Xitoylar terrorchilar qatoriga kirgizib o'tgan. Halbuki Dolqin Isa Efendi 2010-yil 3-oyning 21-kunidan 3-oyning 29-kunigacha Avstraliyada resmiy ziyoratda bo'lganda Avstraliya hukumati g'arb davlatlarining ichida taraqqiy qilgan va shundoq demokratik sistem o'rnatilgan bir davlat bo'lsa-mu, Dolqin Isa'ning kirgizganligining o'zila Dolqin Isa'ning xalqaro qonun va xalqaro sahnada terrorchi degan nomdan shunday jiroq turadiganligini biz ko'ra olamiz. Demakchi Xitoyning bu o'zining tuzib olgan terrorist listini, ya'ni bu ismlarni hech qachon xalqaro e'tirof qilgani yo'q, shundaqmi? Shunday, hech qachon xalqaro e'tirof qilgani yo'q. Yana bu jihatda g'alaba qilamidi deb qaramsizlar? Albatta Xitoy hech qanday g'alaba qilolmaydi, chunki u yolg'on. Bu asossiz yolg'onni qanchalik vaqirisimu, yolg'on mangu rost aylanmaydi. Reallik degan reallik. Rahmat Apandilar xonim. Endi bundan keyingi yana muzokaralarning
bu Ali Kengashning o'ng'ishli davomlashishini umid qilamiz. Sizlarning mushu yig'in aldirashchiligidan vaqt chiqarib, Erkin Osiyo radiomizning munozir maydoniga qatnashib berganinglarga rahmat. Hammanglarning Washington safarining o'ng'ishli bo'lishini arzu qilma. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Hurmatli radio televizor ko'ruvchilar, Erkin Osiyo radio Store televiziyasining Uyg'ur oliy kengashi uchun hozirlagan munozir maydoni hozir mishad oxirlashidi. Endi yana 10 minutdan keyin mush maydonda qolgan vakillar bilan ko'rishimiz. Xayr.
Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erkin Asiya radiosuning Tor televiziyasiga xush keldinglar. Ekraninglar oldida Gulchehra sizlar bilan birga. Navbatda Washingtonda o'tkazilgan Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashining yig'inlari davomlashmoqda. Bugun Washington vaqti 5 may payshanba tushdan keyin biz shu guruh yig'in davomlashayotgan fursatdan foydalanib, ekranimiz oldidagi ko'rguchilarimizga bir qancha vakillarni yig'ib, shu Uyg'ur Oliy Kengashidagi ba'zi temalar haqida munozirlar uyushtiryapmiz. Navbatdagi munozirimizga qatnashchilarni tanishtirib o'tay. Saudiya Arabiston shundaqla Turkiyadagi diniy zotlarga Uyg'urlarga vakolatan bu Oliy Kengash qatnashchi Ablat Hajim biz bilan birga. Xush keldingiz. Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligi ayollar komitetining raisi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayining a'zolaridan Qozog'iston Uyg'urlarga vakolatan bu Oliy Kengash qatnashayotgan xonim Amina Turg'un biz bilan birga. Undan boshqa Uyg'ur yosh shoirlari, ziyolilardan Kanadada yashayotgan shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayining yordamchi kotibi bo'layotgan, xizmatlarni ishlayotgan Tuyg'unjon Abduvali biz bilan birga. Xush keldinglar. Endi sizlarga ma'lum bo'lgandek, bu Washingtonda davomlashayotgan Uyg'ur Oliy Kengashining yig'inlari oxirgi bosqichlarga berib qoldi. Mush jarayonda endi Turg'un hojim sizdan boshda so'rab baqsam, shu o'zingiz kutgan yoki Arabiston va Turkiyadagi diniy zotlar albatta shu Oliy Kengashga siz kelishdan burun bir muzokara o'tkazib, nimalar deyilishi kerak haqida bir o'zinglarni bir bosh qatdinglar deb o'ylayman. Shu yig'inda bo'layotgan so'zlar ichida siz o'ylagan va sizningki shu o'zingiz vakil bo'layotgan shu Uyg'ur diniy zotlarning orzusidagi fikrlarmi bo'latamdi? Öğlen ben bu televizyon köylüçülerine Ali ihtiram bilen salamlayman. Sizin sualınızga cevabı kelsek, buradaki muzakere yığınlarına ait yaxşı oldu. Şimdi hazırki vaziyette Uygurların kılalaydıqallıqımız işimiz şunçilek. Bu yerde bulavatkan muzakere yığınlar biz bu yerdeki dini zatla kütüvatkan muzakerelerimi bulağlık endi. Mesela bizdinki ahırkı siyasi hareketimizin ahırkı nişanı, qatarlıq o mavzular mühim. Hem her bir Uygur üçün, çet elde yaşavatqanlar üçün. Hazır kadar bizdinki siyasi hareketlerimizin nişanı iniq belgelenmegen. Hazır belgeleniyotudu. Bu nayet yaxşı bir iş. Yaxşı ilgirleş. Ondan başka İslam ellerde qanda küçeytimiz, bu başka ellerde siyasi hareketlerimizin qanda küçeytimiz diyen mavzularda muzakere buluvatıdı, buldu. Bularına ait yaxşı. Endi bizim muzakere qilishga tegishlik meselemiz bek köp. Hem bunu hemmini bir yerde muzakere qilib qaror qilib qo'ygan bilan uni amaliylashtirabilsak, onun foydasi bo'lmaganligi uchun az bo'lsin, soz bo'lsinga asosan hazır kadar bulavatkan muzakere temaları bugünkü halatimizge karta yeterlik de oylayman. Sizden endi yani Uyghur Oliy Kengashining yig'ini boshlangan birinchi kunda bergan nutqingizda esimda turdi. Arabiston, Arab dunyosidagi Uyg'urlarning masalan Uyg'urlar musulmon bo'lganligi uchun bu yerga berayotgan iqtisodiy yordamlarning nihoyat ko'p bo'lsa-mu, shu yerdagi uningdan bahramand bo'luvchi Uyg'urlarning bu pulning zodi nerdan kelayotganligidan xabarsiz ekanligi haqida so'z qilganingiz esimda turdi. Endi har qitim shu dunyoda ichilayotgan Islom Oliy Kengashida bir vakil turg'izishmi Uyg'urlar uchun bir muhim ahamiyatga egami sizningcha, ya'ni arab ellarida bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, diniy zotlardan shu sohada ko'rilgan, shu davlatda ko'z ko'ringan diniy sohadagi zotlar ichida Uyg'urlar oz emas deb qarayman. Mushlar ichidan bir vakil turg'izish mumkinchiligi bormi, ham buning ahamiyati qanchalik? Men o'qitimqi so'zimdimi va buning talash tortish bo'lgan muzokara guruh yig'inlaridimi? Mening demakchi bo'lgan so'zimning asosi biz hozirgi harakatimizning oxirgi nishonini belgilaydi ekanmiz. Bizning xalqimizning ko'pchiligi
belki 99% Müslüman bo'lganlik uchun bizning belgilaydigan axirgi nishonimiz shu islomiy bo'lish lozim. Çünkü bizning orqamizda 1 milyard 750 ming musulmon bor. Aynı vaqtda biz Türkligimizni unutib qolmasligimiz lozim. Bir tarafdan yani milliy kimligi, diniy kimligi Türk irqiga mansub ekanligimizni unutmaslik bilan birga bu millatchilikdan kelib chiqqan bo'lsa, yani bir tarafdan o'zimizning xalqimizning musulmon ekanligini unutib qolmasligimiz lozim. Nishonni belgilagan vaqtda şu asasda belgilashimiz lozim. Çünkü bizga mayli Arab dünyası, ya İslam dünyası ya ki Türk dünyası yerden vermekçi olsa bizim bir taraftan kan bir tukan hesaplasa yani bir taraftakiler İslami birader bir tukan hesaplaydı. Şu sebepten ola bizge histaşlık kılıdı. Azı kadar kılıklık zaten. 2009 yılı 5. yıl vakasının ki mayli Türk kan sistemistkilerinin olsun, meyli Araplarının veya ki başka İslam dünyasının bizge kılgan histaşlığı olanın her zaman bizim Müslüman bir tukunu hesaplap turup aklımızda turduğallıqını ispatladı. Bunun için biz ahirki nişanımızı belgülge vakitte şu olanın Müslüman bir tukunu ikelligimizni unutmasligimiz lazım deganlarni ta'kidlamoqchi bo'ldim. Demakchi mening savolim islom yani qurultiyda bir Uyg'ur vakilining bo'lishi qanchalik rol o'ynaydi? Bu vaqtda bir amaliy mushaga bir islomiy dunyoviy islomiy tashkilotga bir 20 million islom diniga e'tiqod qiladigan xalqi bor bir millat bo'lish sifati bilan bir islomiy vakil turg'izish qanchalik ahamiyatga ega? Shu vaqtda bir realniy amaliy bir xizmatlar yoki bir taklif fikrlar bo'ldimi hozirga qadar? O taraftan bu taklif fikirler buldu. Fakat sizin dediğinizdeki bir tane vekil emez. Bu kurultayın içinde İslami bir heyet kuruluşu lazım diyen fikirler oturup koyuldu. Ameliyette mi? Şunda buluş gerek. Şu reallik ameliyatki aşamdı bu küçük işler emez. Küçük işler emez. Son iş bu galık için. Mümkünçülüğü var mı? Bunun bir heyet turguzuluş gerek. O heyet tarafından o tefsilatları karar kılınıp şu boyunca hareket kılınış gerek. O elbette onun neticesi önümü buludu. Çünkü biz İslam dünyasında yaşavatkanlığımız bir reallik. İslam dünyasının bizden birge hislaşlık turvatkanlık yeni bir reallik bu galık için heyet olsa o heyet ola bilen yakın münasebet ornatsa onun elbette faydası bulur. Endi Tuyguncan, endi siz İslam şu akımızdan aytgandek İslam cemiyeti yani İslam dünyası Uygurlarning hozirgi siyosiy diniy vaziyatiga va yoki beşiq kelayotgan kulfatlarga tegishlik inkas qaytira oldimi? Yo'q. O'xshamaydigan fikringiz Meniki Ablat Tajimga o'xshamaydigan fikrim bo'lsa, şu bir qancha yildan beri 5-yil qirg'inchiligini hisob qilmaganda hozir qadar Uyg'urlarga islom dunyosida hech qanday bir Uyg'ur davosidagi siyosiy aktivlarninki yoki Uyg'urlarning vatan ichidagi va sirtdagi Uyg'urlarning kutgandek bir umidi hosil bo'lgani yo'q. Bo'lapmi shu Arab dunyosidan? Siz nimalarni kutgandingiz va Uyg'urlar nimalarni kutgan edi? Ben en addi bir narsani desem, masalan, şu Ablat Tajimlar Said Arabistonda yaşaydı ki ben tönügün öğrendim bunu. Said Arabistan'da yaşavatkan bizim şu Uygurlarının 100 yılının yayını, 150 yılının yayını pasport yani Said Arabistan pasportu iyi bulanmaganlıkla meninki İslam dünyasının qanchalik Uygurlarga ahamiyat berib qanchalik Uygurlarga ahamiyat bermayotganligini bilgan bo'ldim. Bilgil bo'ldim. Çünkü o yer tug'ilgan bobaqlarning hozirgichilik nupusga eganmay vaqtliq nupus garajdani bulanmay vaqtliq nupus turayotganligi odamninki yani ben bir musulmon bo'lguch sifatim bilan afsuslaman. Aytdi yuragim eshitdi. Shuning uchun men musulmondan u davlatlardan hech qanday bir men kutgandek umid bo'lib boqmadi. Amina Hanım siz qanday qaraysiz? Ben o'ylaymanki, mush Uyg'ur xalqi kutgandek, mush Arab davlatlardan mush Arab dunyosidagi Uyg'urlardan yordam bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin islom ellaridan hukumat yani islom hukumatlaridan demakchi u unda men o'ylaymanki, yana bir yo'li cho'ng bir siyosiy manbarga shu 5-iyul qirg'inchilik voqeasini elib chiqmadi. Ya bo'lmasa cho'ng manbarda Arab davlatlaridan
bir zarba berish mana Xitoyningki shu zo'ravonlig'iga bir zarba berish Kuchlik bir inkas bo'lmadi. Shuning uchun men o'ylayman bu tarafdan bular yana bir ishlasa. Demakchi, bundan burunmi bundan buni oldinmi deyilib o'tdi, bir bu Uyg'urlar asosli musulmon xalq bo'lganligi uchun g'arb ellari demokratik ellardan battarroq islomiy ellar bakarak bularga ega chiqish kerakdi degan umidda Uyg'urlar, shundaqmi? Demakchi, hozirgacha diniy ahkomlar bilan o'zininki diniy aqidalari bilan yashab kelyapti Uyg'urlar. Shundaq bo'lganligi uchun o'zining qarindoshi deb bilgan arab ellari bu islomiy ellardan zo'r umidlarni kutadi. Balkim sizning deganingiz arab ellarida yashayotgan Uyg'urlar belgilik inkas qaytargan bo'lsa-mu, arab ellari, ya'ni islomiy davlatlar siyosiy yo'l bilan Xitoyga bu to'g'riliq kuchlik inkas qaytarmadi degan fikrni beryapti bizning qatnashchilarimiz. İzahlash to'g'ri kelyapti. Endi arab ellarining o'zgarishlik majburiyatlari, sharoitlari bor. Endi ularning bizga inkas, ularni bizga yetarlik darajada ya Uyg'urlar shulardan kutgandek yordam qilmaganligi bu bir haqiqat. Lekin bizningmi ularga shu o'zimizning masalamizni shularning saviyasida anlatamaganligimizmi yana bir haqiqat. Bu bir yetersizlik. Ular masalan yordam qilmoqchi bo'lsa kimga qiladi? Mana faloniga, pustoniga qilamdi buni. Ularning qarşısına chiqib shularning saviyasida shulardan o'zining talablarini talab qila oladigan bir tashkilot, jamiyat o'rtaga chiqib qildimi? Demakchi bo'lganimiz, agar islom Xitoydagi islom jamiyatiga yoki Uyg'ur avtonom rayonidagi islom jamiyatiga qilganda bu yana Xitoy hukumatining qo'li bilan bo'ladi, shundaqmi? Sizning demakchi bo'lganingiz, dunyodagi Uyg'urlarning ayrim bir islomiy tashkiloti bo'lishi kerak, mush diniy tusda olgan demakchimi yoki o'zimning nutqimda shuni so'zladim. Ulardan yordam olish uchun mutlaq islomiy tashkilot bo'lish hojatsiz. Bizning Uyg'urning musulmon ekanligini ular biladi. Biz qaysi tashkilot bo'lsak bo'layli, biz musulmon sifatimiz bilan shularning oldiga borsak, ularning hissdoshlariga erisha olamiz. Ammo tashkilotning ismi islomiy bo'lish, tuzumi islomiy bo'lish shart emas demakchi bu. Mushu ammo hozir qadar mayli islomiy yoki islomiy bo'lmagan bir rasmiy tashkilot, shularning saviyasida yetgan bir tashkilot ular bilan aloqa qilib boqmadi. Mushatmi Oliy Kengashga tegishli fikrlarni berdingizmi? Endi Amina xonim, biz endi afsuslanarligi shu Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo ellaridan kelgan bir qism mehmonlarning Xitoy hukumatining bevosita qo'l tiqishi bilan kelmaganligi, hatto pasportlarining yetib etilganligini angladiq. Ammo siz va bir qancha vakillar kelalasizlar. Buningdagi sabab nima? Xitoy hukumatining bu bevosita qo'li bor deb qanday dalalaymiz bu yerda kesib? Yo'q, men undaq deb o'ylamayman. Ularning kelamay qolgan sababini biz aniq bilmaymiz. Hozir sabab biz bu yoqda bizningki kelamagan vatandoshlarimiz hozir Qozog'istonda Olmaotada. Bu sababları ya ağırıp gelişi mümkün, ya bumsa bir iş jarayonida bir zarur iş çıkıp gelişi mümkün. Şunun için hazır bunda qat'iy kesip delemaymiz. Biroq bir shaxsiy bir endi hamma mashhada o'tag'anlarning bir o'zining bir fikri paydo bo'ldi. U bir shaxsiy odamlarga beg'ishlik deb o'ylayman. Shu bir shaxslar hukumatining maxsus odamlarga sog'an bo'lishi mumkin shularga deb. Yo'q, u tarafini men undaq deb aytmayman. Unda bevosita aytaman. Bevosita aytaman. Biroq shu Washingtonda bo'layotgan Oliy Kengash yig'ini intayin ahamiyatli o'tib ketib boradi. Qozog'istonlik Uyg'ur xalqi buningdan cho'ng umidlarni kutib yotadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yig'inninki ahamiyatli o'tib ketib berishi shu mashay kelgan 5-6 vakil bo'lsaqmi, ashuni ko'rib o'zimiz shuni endi olib yetkazsakmi, shu yerdagi yergil xalq sababi Qozog'istonda hozir vatan sirtidagi eng Uyg'urlarning joylashgan yeri. Vatandan sirt ikkinchi o'rinda turdi. Qozog'istonda 5,5 million Uyg'ur tug'ashqa u yerdagilarning umidi intayin cho'ng. Yani ular bundan mushu yig'indan intayin cho'ng bir umid kutyapti-da, shu umidni akiladi deb o'ylaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yig'in hozir oyoqlashib kelyapti, intayin yaxshi o'tdi bu yig'in. Endi Qozog'iston Uyg'urlarining orzusi bilan vatandagi Uyg'urlarning orzusi bir deb o'ylaymiz. Bir. Uningga hech qanday nimalar bo'lmasin, u bir. U bir. O'xshash mustaqillik. O'xshash shundaqni o'ylaydi.
Sebebi bizningki tilimizning yo'qolib ketib borishi. Qo'sh ma'rif deymiz. Hozirda men mashada Uyg'ur tilini degandek so'zlayolmayotganimning sababimi shuningdan kelib chiqadi. Sababi agarda o'zimizning vatani bo'lgan bo'lsa, biz hozir Uyg'ur tilini ana tilini shu tug'ilgandan beri yetib keladi. Qo'sh ma'rif vatan sirti ham yerda qo'sh ma'rif bo'lg'ashqa, hozir vatan ichida shu qo'sh ma'rifni qilgan bir programma chiqibdi. Uning endi ahamiyati keyingi bizning vatan sirti turayotgan Uyg'urlarning ahvol darajasiga yetib kelishi mumkin. Endi hozir yana mamnun bo'larlik bir narsa bor. Qozog'istonda Uyg'urlarning o'zining Uyg'ur tilida ilib bora oladigan ma'rif sistemasi bor. Cheklik bo'lsa-mu, o'zining maktablari bor. Yeni vatan ichida Uyg'urlar ib boramaydigan ba'zi bir Uyg'ur madaniyat taraqqiyotlarini, ya'ni Qozog'istonda bu yerda taraqqiy etishi mumkin. Sizlar hamda vatan ichidan Uyg'urlarni shu Qozog'istonga ib chiqib tarbiyalash va yoki o'zaro almashtirib taraqqiy qildirish mushaqtimi fikrlarni ba'dinglarmi mushaqtimi? Bizda u doimiy undaq bo'ladi. Sababi vatanning ichidan san'atchilarimiz chiqadi Qozog'istonga, Qozog'istonning san'atchilari vatan ichiga kiradi. Shunaq fikr almashish, ashuna ishlar bo'lib turadi. Qozog'istondagi Uyg'ur tashkilotlari her daimen vatan içige, vatan içideki qandaq bir ma'rif bo'lsin yoki bu san'at bo'lsin, shu taraflardan odamlarni taklif qilib, shu ilm almashtirish, shu almashtirish, fikr almashtirish minbarlarni, faoliyatlarni ilib bordi. U ras Qozog'iston qandaqlik qilmasa demokratik el. Demokratik el bo'lgandan keyin bizda undaq mumkinchilik bor. Shundaq mumkinchilik mukammal bor deb qaraysiz. Undaqda bir qism masalan Uyg'ur delegatsiya deb Uyg'ur o'maklarini shu Qozog'iston davlati Xitoy bilan birlashib Uyg'ur eliga apirib masalan ziyorat qildirdi. Bu jarayonda ular qaytib kelib axborotlarga Xitoy hukumatining siyosatlarining afzal bo'lganligi uchun u yerda yashayotgan Uyg'ur va Qozoq qatorliq boshqa millatlarning intayin yaxshi, afzal bir siyosiy, iqtisodiy hayotda yashayotganligini endi tashviqot qildi. Endi buni demokratiyaning misoli deb qaramdiq yoki buning qanday bir javobingiz bor? Bu yerda qanday desam bo'ladi? Bu yerda qarang ikki turli fikr, sababi ras u voqea yuz berdi, biroq 90% Uyg'urlar shu bag'an ziyolilarning shu Xitoy puliga bag'anligini qanday desam bo'ladi? Xabar bormi? Xabar bo'lgan bilan shuningga ko'z qarshi intayin salbiy bo'ldi. Salbiy bo'ldi. Ham demakchi shu O'rta Osiyoga Qozog'istondagi Uyg'urlarning orzusiga vakillik qilmaydi bu Urumchiga borganlar demak. Ular borgandan keyin Xitoy puliga borgandan keyin Xitoy endi shu o'zining boyaqi siyosati Qozog'istonga yaxshi ko'rinish uchun mana opirib eng yaxshi yerlarni ko'zitib ib kelgan. U borgan odamlarni qanday desam bo'ladi? Shu menfaat uchun. Bunu yergilik Qozog'istonda yashayotgan Uyg'ur xalqininki bir salbiy ko'z qarshiga ilinib qoldi. Endi Tuyg'unja apandi, siz bir Uyg'ur ziyolisi, shundaqli ziyolilarning ichida bu Uyg'ur faoliyatlarga aktiv qatnashayotgan faoliyatchi bo'lishingiz bilan endi bu qitimqa Oliy Kengashning asli ilib boradigan realni, ya'ni bir qarorlar nima bo'lish kerak, asli Uyg'urlarga nima amaliy ishlarni qilib berish kerak deb o'ylaysiz? Siz nihoyatda cho'ng bir temani qo'ydingiz. Uni men emas, bizningki liderimiz Rabiya xonim javob beradigan bir savol. U cho'ng savol. Endi bir qatnashquchi bo'lish sifatida qatnashquchi bo'lish sifatim bilan hozir vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning shu yig'inda bularning taqdiriga munosabatli qaror sizmi bilasiz, ham o'ylan diqqat qilib o'tirdi. Avtonommi yoki o'z taqdirini o'zi belgilashmi yoki mustaqilmi degan bir masalani to'rt ko'z bilan qarab o'tirdi. Meningmi umid qilganim hozirgi real amaliy ahvolni ko'zda tutganda o'z taqdirini o'zi belgilash. Chunki buning ichida ham mustaqillik, ham hamma narsa bor. Shunga shuni xalash va shu arzuyda bo'lg'achqa bu hozir hamda meningcha shu guruhlarga bölünüp to'rt guruhga bölünüp muzokara qilgan muzokaralarni
99 şu öz takdirini özü belgileş ne kara kıldı. Bunun da memnun boldum ben. Başka yana nurgun mesele boldu. Yani teşvikat hizmetlerimizin küçeytiş, davayımızın İslam ellerdeki rolü, Japonya ve Rusya da kandak bir münasebetlerini küçeytip uyadı kandak bir kelgüsü aldığımızdaki yıllarda kandak bir işlerini elip veriş. Ondan başka mı şu Uygur davası da bizge en kıyınçılık uçraydıgan iktisatlarını kandak hal kılış. Bu meselelerde Konkretne bir yolunu tapkanda görünür. Hazırca nurgun planlar düştü. Hem de en yeni konkretle kılalaydığı iş hem biz ketkenden keyin şunu icra kılıştı. Birinci bulap mesela her bir Uygurluk bedel puldan başlaş. Ama şunu oxşaş kılalaydığı işten başlaş. Hem bunu biz ketkendeki icra kılışımızga bağlı. Albatta. Endi bu kengaşning asosiy maqsadi bu Uygur faoliyatchilarining Uygurlarning kelgusi taqdirini belgilashda bir liniyani tuzish, shundaq asosliq demisi. Endi mayli qandaqli bir programma tuzib chiqsin va yoki siz deganda qandaqli bir yo'lni tanlasin, hozirgi Uygurlarning siyosiy vaziyatiga o'zgartishga qanchalik bir amaliy kuchi bo'ladi. Buni hozir ko'ramdik, kelgusida ko'ramdik. Buni qandaq muhokama qilasiz? Endi men shu 4-5 kundan beri ko'rganim Amerika kongressida anglaganim, buning bugun shu bir qancha kundan keyin ko'rganim qaraganda Uyg'urlarninki hozir shu amaliy, shu real amaliy kuchi shu o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida davasını elip alsa en muvafikken. Çünkü dünyada hiç kanda bir devlet dahi bizge ilgi çıkıp biz ağandı bağ dep bu Uygurlarga yardım kılmagandı iken hazır şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki kanunları da maskeye aldı. Muş yolda mansak biraz emeli yolken. Men ve mağuşaşlarının tallığa yolu muşu dep qaradım. Endi men demoqchi bo'lganim mayli Uyg'urlar sirtqi faoliyatchilar va yoki sirtqi Uyg'urlar mayli qandaq yig'in ichib nimalarni belgilasin. Hozirgi Uyg'urlar chekayotgan azob, hozirgi siyosiy rejimni o'zgartirishga qanchalik to'hpisi bo'ladi sizningcha? Bu qitimqi bu Amerikada ochilgan yig'inning mencha shu yaqin kelgusida Xitoyga zo'r bir ta'sir bo'lishi mumkin. Qaysi jihat? Mesela şu biz düşügen kararlar boyunca muş til yazık, qo'sh til ma'rifi, anondan keyin diniy tarbiya, muş tashviqotni kuchaytirish, mush narsada bir xil Xitoy siyosatini yumshatishga yoki o'zgartirishga bir chingitishga, yumshatishga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan besimi texnik chingiydi. Chunki bu yig'in Washingtonning parlament binasida ochildi. Unda xususi qandaq bu Uyg'urlarga foydali deb ayta olmayman. Uyg'urlarga foydali taraflari hamda. Men bayatın degandek şu til, din terbiyelerinde yumuşaş siyasetler bo'lishi mumkin. Biroq siyosiy jihatdan, siyosiy yaşam jihatdan Uyg'urlarga yumshatish bo'lmaydi, texnik ig'ir bir xabarlarni, yani ig'ir bir qiyin bir avallarning kelib chiqishini yaqin kelgusida biz bilishimiz mumkin. Chunki Xitoylar bu yig'indan nayt rahatsizlandi. Nayt bu Amerikada ochilgan nayt xafa bo'ldi. Hatta ba'zi vakillarning xabaringiz bor, kelinmaganmi? Shu Xitoylarning bu yig'inni mumkin bo'lsa ochmaslik va keladiganlarning oldin to'sqini shu. Onun için demekçi Xitoy baribir ehtiyot qilmoqda. Ehtiyot qilmoqda. Shuning o'zi buningki bu ya'ni sirtdagi Uyg'urlarning birlashib bir qarorlarni elishi Uyg'urlarga belgilik ta'sir ko'rsatishidagi bir isbot deb qaramisiz? İcabi olsun ve selbi olsun ayet zor derecede bir ta'sir ko'rsatdi bu ish. Endi o'zingiz aytib baqsangiz bu Arabiston yoki islom dunyosida yashayotgan Uyg'urlarga nisbatan bu Uyg'ur tashkilotlarining ochayotgan yig'inlari va yoki Uyg'urlarning bu faoliyatlari qanchalik ahamiyatga ega, bu o'tiringlarda bog'lanish qanchalik? İlgimi de ötkendek hazır kadar bağlanış ancak güçlük emez. Bunun dükün güçlünüşü lazım. Bu yerde braderimiz digendek bu yığınınki bizden yurtqa hazırca
mayli yurtning ichidagi, mayli sirtdagi Uyg'urlarga foydasi bo'lsin, zina olsun. Biz 61 yildan buyon bizning o'zimizning mağdığa yolumuzni va liniyamizni belgilemiz yo'q. Bundan belgilashimiz lazım. Uyg'urlar hozir yo'qolish oldida turayotgan, yo'qolish xavfiga duch kelgan bir millat bo'lganligimiz uchun buni bunun bir neçə yil ilgiri bunda hareketlerinin ortaya çıkıp Xitay hökuməti bilan bu haqda müzakirə qılınğan, söhbət ötküzülğan işlərin buluşu lazımdır əslində. Bizim bir 20 milyon məyli bizdən 20 milyon deganligimizdə Xitay hökuməti itiraf qılmagan təqdirdə 13 milyon bulaylı, 10 milyon bulaylı az san emas. Çünki bir millətinin bir avazı, bir hak hukuku buluş lazım. Hazır kadar bunda hak hukuk bulmadı. Bizim bütün hak hukuklarımızı Xitay hökuməti itiraf qılmay geldi. Her taraftan dəfsəndilik uçurduq. Əslində Xitay hökumətinin ki bunda yığınların rahatsız olması lazım. Xitay hökuməti hazır üzü tərəqqi qıldı, bir yerə pərvaldı. Bunun dinkin onun axı yenib getişi təs. Boğallıq üçün əgər özünün xatircəmligini xalaydıgan bolsa, bizning haq hüquqimizni itiraf qilishi, haq hüquqlarimizni bizga berishi, biz bu tishliq bilan haqqimizni qo'limizga olamiz deyotgan ekan va tishliq bilan haqqimizni elish uchun tishliq yig'inlari ichayotgan ekan, bundan rahatsız bo'lmaslik lozim va bizning yurtimizdagi Uyg'urlarning haq huquqini itiraf qilishi va ularga shularning berishga tegishlik haq huquqlarni, ya'ni hech bo'lmasa shu ichkirdagi tungan musulmonlarga berayotgan haq huquqlarni bizga berishi lozim. Endi oldingi qitimliq muhokamada Rabiya Qadir xonim o'zininki Xitoy hukumati bilan dialog o'tkazish arzusini ifoda qildi. Endi sizlarchi vakil bo'lish sifatinglar bilan Xitoy hukumati ayrim holda Uyg'urlarning har joydagi Uyg'urlarning fikrini anglish kerakmi yoki vatan ichidagi Uyg'urlardan shunday bir kengash tashkillanib shu vakillarning fikrini anglish kerakmi yoki chet ellardagi Uyg'ur va Uyg'urlarni bir yerga keltirib bularning arzusi nima, bu jihatda dialog o'tkazish zarur deb qaramsizlar. Buni qanday qaraysiz? Vatan sirtidagi o'sha Uyg'ur milliy mustaqillik harakatiningki lideri Rabiya Qadirning yetakchiligidagi o'mak bilan meningcha shular bilan suhbat o'tkazish kerak deb o'ylayman. Vatan ichidagilar bilan o Xitoylar xabaringiz bor bir qancha qatim Nurbek Vanluchan ketgandan keyin Jang Shulyan kelib bu qilib ko'rishgandek bo'ldi, nima qilgandek bo'ldi, ular bilan o'tkazmaydi. Lekin xalq ichidan tanlangan vakillar emas, bizga ma'lum Xitoy o'zi tanlagan vakillar. Uning uchun shu agar shunday mumkinchilik bo'lsa, butunlay shu mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va yoki boshqa tashkilot vatan ichidagi butun Uyg'urlarning orzusiga vakolatan Xitoy bilan suhbat o'tkazarlardi. Bu tas. Bu bek tas ish menimcha. Ham Xitoyninki Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazishda xiyolimi yo'q. Xabaringiz bor, Tibet 20 yildan beri suhbat o'tkazib, hech qanday natijaga erishmay 0 bilan oxirlashdi. Agarda Xitoy Uyg'urlarning suhbat o'tkazish taklifini rad qilgan holatda, sizlar bu arzu umidlaringlar bugun berayotgan bu fikrlaringlar, bu xil takliflaringlarni qanday qilib reallikka aylantirasiz? Buni faqat xabaringiz bor, Oqsaroyda yig'in ochdik. Shu nimada parlament binosida shu Amerika boshchiligidagi davlatlarning, ya'ni davlatlarning yordami bilan suhbat o'tkazamiz degan umidda biz. Bo'lmasa Xitoy bekorga kelsa yordam o'tkazay demaydi. Albatta. Bu Xitoyning o'zining strategik taktikasi, shundaqmi? 20 yillardan emas, bundan uzun vaqtdan buyonmi Tibet xalqimi o'zining bu dialog o'tkazish fikrini berib kelyapti, lekin hozirgacha rasmiy bir turda qabul qilmadi. Demakchi bu Xitoyningki shundaq bir yana bir boshqa Xitoydan boshqa bir millatni itiraf qilmaganligi, ya'ni bularning mustaqillik, bularning orzusini hurmat qilmaganligi, bularni itiraf qilmaganligining belgisi, shundaqmi? Endi bugungi tushgan bu fikrlar bo'lsin, mayli mush 2-3 kundan buyon oliy kengashda tushgan ba'zi fikrlarni endi reallikqa, ya'ni hozirgi amaliyotga tatbiqlash qanchalik umid bilan qaraysizlar? Onu ameliyatga tatbiqlash ishi bizningki o'zimizga bog'liq. Biz agar hammamiz mushak yig'ilganlar va yig'ilmaganlar, shu yig'inga g'oyibona qatnashayotganlarning soni, bu yerga qatnashayotganlarning nechasi ko'p. Shular hammamiz irodalik bo'la olsak, bu %100 amalga oshirganligiga mening ko'zim yetadi.
Çünkü bu bizimki yok oluş aldığındaki xatarlik bir basqıçta ötküzüvatkan yığınımız ve elevatkan kararlarımız. Bunu almasak yok olumuz, muşu yolda mansak özümüzden barlığını saklap kalımızdan ibaret boğallık için. Bunun da hemimiz hazırki birlikimizni saklap kalırsak çokum %100 kalbi kızılımız ve emenileştirelerimiz de qarayım. Şunçilik realni ehmiyetga ega deb qaramsiz bu Ali Kengash? Şundaq. Tuygun cevap ben de özünüz için. Ablatajım degende daha bu bizning haqliq dava. Biz bunu qacha elish, qacha olmas bizga bog'liq. Biz bir yerdan hamma yerdagi mushbata ishchi va strategik Uyg'urlar ittifoqlashib, birlashib, birlikka kelsak, bu yaqin kelgusida bunun faydası bo'ladi. Biroq to'zandek, to'zg'oqdek chechilib bir-birimizning gapini anglamasak, bu keyingi mangsa mangdiki oldiga mangmaydi. Onun için ittifaqlashsaqlar bir yerga kelsak, inşallah biz bir qancha yil ichida bunun neticesini ko'ramiz. Demakchi, biroq har bir Uyg'ur o'z oilasidan boshlash kerak. Birlik, ittifoqlik hamma. Birlik, ittifoqlik shu Uyg'urlarning orzusini amalga oshirishdagi eng nima deymiz realniy bir yo'l. Çünkü tariximizga qarang, Qaraxonlar xalqini, Sayda xalqini, bütün xandonligimizni qarasangiz, Uyg'urlar ittifoqlashgan vaqtida g'alaba qilgan. Şu ittifaqlik buzulgandilar. Şu nima bo'lib kelgan. Shuning uchun biz hozir 200 yildan beri 250 yildan beri bir resmi bir ittifaqlashib kelgan yerimiz yo'q. Onun uchun chechilib shu Xitoyning qo'lida turibmiz mana 61 yildan beri. Endi Uyghur şu faaliyetlerini küçeytişten nazar dünya yüzü 90% demokratik devletler bu başka az sanlık milletin insan hukukunu qoğdaş şu her bir demokratik elninki kanuni bir konstitusiyalık bir maddesi yazılganlıktan endi mundaq bir az sanlık milletini yok tvitiş eğer de xavfsizlik hazır buvatsa Uyghur halkı vatan içinde şu hem devletlerinki şundaq bir insan hukuk teşkilatlarınınki küçüğü bilen özümüzninki mi şununla çok güç çıkışı bilen ben öyleyim ki bir nişanı yetimizde. Hem de sizningcha har qanday davlat har qaysi demokratik davlat ellarninki Uyg'urlarga bo'lgan yordami faqat insonparvarlik doirasida bo'lishi kerakmi? Bundan halqib chiqasiz bo'lmamdi. Siz qanday qaraysiz bunga? Shundaq bo'lib kelyapti endi bilishimcha. Bu asta hazır bu daireden alqış çıkıp ketsek degen xabarınız var, eqimlar var, oxşamagan ko'z qarashlar var. Bu mençe özümüzge xas bir yolunu yaqinda tepişimiz mümkün. Sizningcha qandaq bo'lganda g'arb ellarining qaysi jihatlardan yordami bo'lganda Uyg'ur harakati bo'lsin, Uyg'ur taqdirida o'zgarish yasaladi. Tibetlarga o'xshash Avrupa Kongresi'de ve Amerika parlamentda Uygurlar bir karar layılsa, o çağda Uygurlarınki davası ilgirleydi. Ve de içindeki ve sırtındaki Uygurlarınki haqiqiy bir siyosiy funksiyaga kirgan bo'ldi. Elbette şundan. Har qaysi bir davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan shu munosabatlari iqtisodiy, siyosiy, diplomatik munosabatlarda bir vaqtida bir rasmiy bir yo'sinda bir fikrga, bir liniyaga kirgan bo'ldi. Shundaqmi? Shartnoma. Shartnoma. Endi o'zinglar bilasizlar, Xitoy o'zini dunyodagi ikkinchi cho'ng kuchli davlat deb tashviq qiladi hamda o'zining e'lon qilgan iqtisodiy bu kuchi va boshqa jihatlardagi taraqqiyot ahvollari haqidagi dokladlar va yoki g'arb matbuotlarining tashviqotlariga qarsaqmi Xitoy davlatining haqiqatan kuchayotganligi hamda ma'lum bir narsa. Mushundaq bir sharoitda Uyg'urlarning vaziyati Xitoy xalqining manfaati bilan o'xshash tang yoki Xitoy hukumatining taraqqiyoti bilan tang mengishi mumkinmi yo Uyg'urlar texmi nacharlashidi deb qaramsizlar. Xitoy kuchaygan sari Uyg'urlarning taqdiri va yoki Uyg'urlarning siyosiy, iqtisodiy, diniy ahvoli qanday bir holatda mengishi mumkin? Bu ikkisining munosabati qanday? Mening ko'z qarashimda endi Xitoy taraqqiy qilgan sari Uyg'urning masalasi osonlashadi deb o'ylayman. Chunki inson boy bo'lgandan keyin aqlimiz ziyodlashadi. Ya'ni pul molning ko'payishi bilan aqlmi taxmi kuchaydi. Aql kuchaygandan keyin bu odam bu boy
yani her taraftan hatırcemlikке erişini xalaydı. Her tarafga hatırcemlikke erişini xalagan bir kişi etrafıdakilerini mi hatırcemlikke eriştirgendiğin kin hatırcemlikke erişidiganligini bilidi. Hazır dünyada, Arap dünyasında mı diktatör tüzümler yakılış başladı ve yakılıvatıdı. Zoravallık olan bir milletini tutup tuğulu bulmaydıganligini mı Xitay hükümetine ait yaxşı bilidi. Onun için onun terakki qilishi Uyg'urlarning foydasiga bo'ladi degan umiddaman. Siz qanday fikrda To'yxonjon? Tam aksicha qarayman. Chunki men bu ko'p o'qigan bunlarning kitoblarini. Tang davrini bilasiz, Han davrini bilasiz va Qin Shuang davrlarini bilasiz, Guangxi davrlarini bilasiz. Bu chaqda Xitoylar eng taraqqiy qilgan eng boy vaqtlar. Shu vaqtlarda mu atrofdagi qo'shni millatlarga tajovuzchilik qilishni to'xtatmagan. Xo'sh, hozir Xitoy nayt taraqqiy qiladi. Hamma o'ylandaydi-ki, Xitoy taraqqiy qiladi. 2016-yili yaqinda bir pul muomala jurnalida debdiki, Amerikaningkidanmi ish bitadi iqtisodiy deb shunda doklad chiqdi. Biroq uning ichida kavaqlar bakchiq. Albatta. Masalan, u yerda Tibetning problemi, Uyg'urlarning problemlari, undan boshqa Tayvanning problemlari var ve onundan başka hozir u e'lon qilgan dokladlarda hisoblayotdiki, kishi beshiga keladigan sonni bilmayman. Agar kishi beshiga hisoblasa, Amerikada 300 milyon, Xitoyda 1,5 milliard odam bor. Bunda bo'lgandan keyin Xitoyning iqtisodi kishi beshiga hisoblaganda yana eng oxirgi o'rinda turishi mumkin. Biroq Xitoyning iqtisodi qancha yuksalsa, Uyg'urlarga hech qanday bir foydasi bo'lmaydi. O zaman foydasi bor desakda, hozir ko'rsak bo'ladi. 90-yili Xotan'da 100 bay bo'lgan bo'lsa, hozir qancha bay bor? 90-yili Qashqarda qancha Uyg'ur til yozig'idagi maktab bo'lsa, 10 bo'lgan bo'lsa, hozir 5 bor. Taraqqiy qilgandan keyin ko'paytirish kerakdi. Texnik azaytibdi. Chunki bu hech kimni qo'rqmaydi hozir. Bir Amerikadan boshqa hech kimning gapini anglamaydi. Onun uchun bu taraqqiy qilgan sira Uyg'urlarga besim berdiki, o rahatlik bermaydi. Çünkü ular dedi ki biz 30-40 yıl içinde bu milletinin Mehmet degeni Mehmet Van'a, Semet degeni Can'a özgürtümüz oldu. Onun için bulardan ben bunda bir ümidini kütmeyim. Demekçi tədbirdə nasib болады demektimsiz. Siz qanday qarashda? Bu mening ko'z qarashim. Endi Qozog'istonning kuchayishi masalan, shu yerga Uyg'urlarga o'xshash foyda olib keladimi? Qozog'istonda yashayotgan Uyg'ur milleti endi Xitoyniki shu qanday desam bo'ldi, tijorat ishlari intayin zich bag'ishliq berib, u yoqdan biz demakchi cheklik faqat tijorat yo'li orqali ta'sir bo'ldi demoqchimisiz? Endi o'xshamagan fikrlar bo'lyapti. Demakchi mayli Xitoy kuchaysin va ajizlashsin. Endi her qanday davrlarda Uyg'urlarga bo'lgan rejim, bu siyosiy besim hech qachon yani tuvallab qolgan yo'q. Borgan sari kuchayyapti. Mushundaq sharoitda Uyg'ur faoliyatchilarimi, Uyg'ur harakatimi kuchaydi deb qarayman. Masalda endi mushundaq bir vaziyatda yana hozir Yosma inqilobining bahori Xitoyga musoit tashlagan, ya'ni bu sharq ellardagi yani İslam ellerindeki xalq inqiloblarının g'albisi Uyg'urlarga umidlar bag'ishlayotgan bir payt bo'lishi mumkin. Mushundaq paytda bu yig'inlarning ochilishimi bir strategik ahamiyatga ega albatta. Hammanglarningki yig'indan muvaffaq bir yaxshi o'yga fikrga kelishinglar, shundaqla mamnunlik his qilib safaringlarning oq bo'lishiga tilakdoshmiz. Shundaqla vaqtinglarni chiqarib bizning Erkin Asiya radiomizning ekran orqali ko'rguchilarimiz bilan o'zinglarning o'ylaganlarini tangmishada o'tirib qo'yganliginglarga rahmat aytaman. Ko'rguchilarimiz nomidan hammanglarning tiniga salomatlik tilayman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Biz bu Uyg'ur Asiya radiosunun bizni başkalarını tanlab çıkıp sohbet etkiledik için rahmet eytimiz ve milletimizge muvaffaqiyat dileymiz. Rahmat sizlarga. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bizning Sharq Turkiston Oliy Kengashining shu munozara maydoni uchun hozirlagan bu minutlarimiz mishada tamomlandi. Bugun bu Oliy Kengashning guruh yig'inlari oxirlashadigan kun. Ertadan boshlab vakillar Washington tavasida ziyorat faoliyatlarida bo'ladi. Biz bu vaqtda ham davomli sizlarni xabardor qilib turamiz. Xayr xo'sh,
Kögünіңләге рәхмәт. Ögürlük tügeydi.